u katta odam, xohlasa bu vashi katta odam, yo'q bo'lib ketishimiz mumkin, o'lib ketamiz deyapman. Mashhur opa bilan urushganimizda yozilgan kommentariyalar asabimni buzgan. Qilishim kerak, qilib qo'ydim, nima endi. Rostmi Mashhur opa sizga siz ustingizdan yozib yuborgan? Yozdi deylik, haqorat qildi nimadir. U ham haqorat qilgan-ku, nima deb yozadi? Hamma gumon qilganlar hozir imondan tushunadi. To'g'risini aytaman, o'g'irlik ham qilib ko'rganman. To'yi bo'layotganligini aytmasdan dalishda gaplashib yurgan. Bo'g'ib o'ldirib qo'ygisi kelganda odam. O'rtoqlarim ham o'g'il bolalar bo'lgan, ularni shepi bo'lganman. Qaymoq deydi, o'padi keyin. Shu qarindoshlarim shu yerda yashashdi. Mendan oldin onamlarni ikkita farzandlari o'tib qolgan. O'shandan keyin sochimni o'stirishga qaror qilishgan. Dadam o'zi o'g'il bola chaqilib katta qilganda, shu chiroyli bola nimani yaxshi ko'rgan? Tatuirovka turmadan chiqqani nima keragi? Mehribonlarim, agar siz bu yozda charchab dam olishga ulgurmagan bo'lsangiz, unda Aviasales o'z xizmatlarini ko'rib chiqing. U yerda siz dunyoning istalgan burchagiga eng arzon aviachiptalarni onlayn tarzda xarid qilishingiz mumkin. Shunchaki qatga ketmoqchi bo'lganingizni va sanasini tanlaysiz, dastur sizni sanangizga moslab barcha variantlarni tanlab beradi. Siz hamma variantlar orasida o'zingizga moslab eng arzon narxda aviakompaniyalar va sanasiga qarab eng yaxshisini tanlab olasiz. Bagaj qo'shsangiz bo'ladi yoki bagajsiz arzonroq tarifini tanlang. Xohlasangiz dollarga to'lang, xohlasangiz so'mda. Lekin eng muhimi o'zingizga sayohat qilish imkoniyatini bering va Aviasales o'z saytida arzon aviachiptalar tanlab, o'zingizni pulingizni tejang. Qarang Dilshod, hozir kamerani taxlagunizcha taxminan 20 daqiqa vaqt ketadi. Unaqada men bitta kofe ichib uyg'onib olaman, xo'p? Bo'ldi, men olib kelaman kofeni. Bo'ldi, borib keling, rahmat sizga. Voy, lekin eng yaqin kofe juda ham uzoqda joylashgan, qolib ketadi-yu. Yandex Lavkadan zakaz qilaman. Ertalabdan tez kofe olib berishadi. Tak. Bo'ldi. Voy, rahmat. Uxti. Ana, mana kofeyim ertalabdan. Ha, aytgancha, agar siz 70 ming so'm birinchi xaridingiz uchun ekonom qilmoqchi bo'lsangiz, unda mehmonda 70 promo kodini kiriting va kamera Yandex Lavkadan 140 ming so'mdan ortiqroq summaga xarid qiling. Biz keldik, chasmi? Mana Angelipa kofe. Men ichib bo'ldim, rahmat. Johir, o'zingiz ichiring, xo'p? Ha, bo'ldi, ishini ochib yuborishsin. Ketdik. Assalomu alaykum, Mehmonda YouTube kanali va bugun sizlar bilan men Kamina Indira Miftahova, stand-up komik, biolog hamda jurnalist. Bugun ajoyib blogerni uyiga tashrif buyurdik. Eng muhim ma'lumotlardan bittasi, bugungi kelgan uyimizni o'z kuchlari bilan xarid qilganlar. Siz ularni taniysiz, u ham bloger, ham aktrisa, ham yumorist, ham rejissyor Imona G'ayratova. Ko'p cho'zmayman, sovg'a oldimda turibdilar. Bu sovg'a sizga Ivonachiga. Assalomu alaykum. Rahmat. Bu sizga. Men kofedan ko'k choyga o'tganman. Yaxshi. Kofe bo'rak. Da, menga bitta ko'k choy damlab berasiz. Bo'ldi. Gapsiz yo'q. Tak, anaqa kelajakda esa qolganlarga ham damlab berasiz. Men bunaqalarni уже o'rgangansiz deb o'ylayman. Men uzatishlar. Bilaman uzatishlar. Xudo xolisa kelaveringlar, endi sekin-sekin bilib olganman ko'p narsalarni. Uydan tayyor, sep tayyor. Hozir kerak. Xudo xolisa. Ivona, mana bloger kiramiz o'rtoqlar, ko'ryapti uylari. Mana shu yerda o'z kuchlari bilan qachon remont bitirdingiz taxminan? 3 oycha bo'ldi-da. 3 oycha bo'ldi. Remont qalay o'tdi? Qiyinchiliklar bilan hamma remont qilganlar hozir Ivonadan tushunadi. Qiyinchiliklar bilan, necha oy qildinglar remont? Stresslar bilan 1 yilcha qildik. Chunki orada dam oldik. Ana pul yetmay qoldi-da. Orada dam oldik. Lekin o'z kuchingiz bilan, o'z pulingizga qarzga kirib ketdinglar? Qarzga ham kirdim, qarzda to'langan hammasi joyida. Hammasi joyida chiqdi. Qilib yashab, endi yashayapman. Mana qarang, shuncha narsaga erishdingiz-da, mashina bor, uy bor, endi ko'p narsa bor. Lekin shuni his qilish bormi? His qilish, tak. Mana men o'z bola boshim bilan shuncha narsa qildim degan narsa. Mana shunaqa narsa yo'q-da. Xuddi qilishim kerak, qilib qo'ydim, nima endi? Shunaqa narsa bor. Go'yoki yana qilishingiz kerak. Go'yoki yana bu kichkinalik qilyapti-da, hovlimi, qanaqadir kattaroq uy olish kerakmi deb o'ylab qoldim yoki yerga tegish kerakmi? Ham qo'y yerga teg, nima qilasan? G'ayrat aka nima deyaptilar? Dadamga qo'yib bersa, farqi yo'q, turmushga chiqmasam yashasam. G'ayrat Ahmedov, yumorist, Andijonda hamma taniydi.
juda ham shunaqa taniqli insonni farzandi Imona. Gendan o'tgan. Uyga kiramiz. Bugun uydamilar? Ha, yo'q, uyda emaslar lekin. Onangizlarchi? Onam uydalar. Mana adangizlar bilan onangizlarni qarayman-da, ikkita har xil dunyodagi odam. Ha. Bitta ko'raylikchi. Uxti. Rost emas. Bu bizning pod'ezd. Fayzli koshon. Imona shu yerda yashasak bo'lar ekan-ku. Bo'ladi. Juda chiroyli qilishibdi botlarni. Voy, botlar menga rosa yoqdi. Bu yerda fotosessiya qilsanglar kerak. Ha, bunda chiqasizda, chiroyli luklar kiyganmisiz, oynaga qaraysiz, mana men bunaqa kiyinib keldim, men endi ketyapman deb storieslar qo'yish uchun bizdagi sharoitlar yarating. Ha, biladi chunki bu yerda juda ko'p blogerlar yashaydi baribir. Shunaqa. Kim bilan qo'shnisiz? Maftuna bilan. Maftuna siz nechinchi yosh? Maftuna bilan Maftunaning akasi bilan. Men 9, Maftuna 16. Maftuna 16 ni olgan. Qalay o'tdi bit? U yoqdagi dahshat. U yoqdagi dahshat. Ha, unda ham уже anaqa qilinganmi? Kim yashayapti yerda? Oilalar yashayapti. Ha. Akasi nechinchi yosh? Akasi shu yerda. Akasi tak 15-etajmi shunaqa. Ha, bo'ldi, ketdi liftni ko'tarilamiz bo'lmasa. Ketdik. Demak, ko'pchilik remont qilayotganiga hali zashta qo'yib qo'yishgan. ha, shu ahvolda hali turibdi. Mana xolisiz ustalar nomeri bor, texniklar nomeri. Umuman mana bu yoqqa kelgan odam nimasi ustasiz, texniksiz qolmaydi. Sizlar mana shundan hammasini ko'tarib remont qilgansizlar. Endi ko'tarishgandir, endi men ko'rmaganman. Bergansiz, qilib berishgan. Berganman bo'ldi. O'qituvchingiz keldik lekin. Yaxshi, chiqishi yaxshi. Yaxshi. Yomon emas. Chiqishi yaxshi. Lekin qanaqadir atelga o'xshab ketar ekan-a. O'qituv hali hamma remont qilyapti. Nima hozir iversinga remont qilyapti. Biz bismillah deb shu yerga kiramiz. Ha, mana bismillah. Keling. Eshik bo'lganmi? Yo'q, buni o'zim almashtirdim. Hammamizniki bilan bir xil bo'lgan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Qancha ko'rishmadik sizlar. Yaxshimisiz? Xudoga shukr, rahmat. O'ylab muborak bo'lsin. Rahmat. Bu anaqa hayotda ko'rish boshqacha bo'lar ekan-a, uyi ko'z temasi. Voy, rahmat sizga. Ko'z temasini boshqacha bo'lsa kerak. O'zim qo'ydim. Rahmat sizga, katta rahmat. Imonani onalari Hasan. Juda ham xursandman. Qanaqa hissiyotlar? Gapirmang. Gapirishga til ojiz. Ko'rib yig'labsiz, men ko'rdim. Gapirmang. Yig'laydigan holat chunki anchadan beri kvartirada o'tirganmiz. Ha, shuncha yil. Voy, kvartirada yashaydiganlar juda Yosh qizim baxtimga omon bo'lsin, iloyim xosh qizim. Bo'ldi, endi arendani pulini umuman o'ylamaysiz. Gapirmang, o'zi arendani ham bu qiz to'lardi. Unda ham o'ylayman. Unaqa dema, dadam nima ish qilgan deb o'ylab qolishdi. Andijondan mehmonlar keldimi? Ha, hamma keldi. Hammasi marab bo'lsin deb. Hammasi duo qilib, butun Andijonga salom aytamiz, hammaga. Salomat bo'linglar. Biz ham juda ham xursandmiz. Hozir sekin biz ham qarab chiqamiz uylarni. Ko'ringlarchi. Tak, deyam. Qadrlashlaymiz. Давайте xohlaganingiz, lekin kirish o'zini shunaqa zo'r qilib qo'yibdi. Men o'zi tor-ku bu kvadrat metr. Lekin zo'r qilibdi. Vosh, Imona, вообще zo'r qilibsiz. Da, buni mana Ko'z temasi menga rosa yoqdi. mana kirishingiz bilan. Kirganingizcha bunda oyna sразу vizualni uyi katta qilgan, sразу. Anaqa torlik hissiyoti yo'q-da, sразу. Qoyil lekin. Hozirgina qarang, totuvdim. Oyingiz bilan adangizlar juda ham har xil inson. Qanaqa qilib katta bo'lgansiz? Ko'proq onani xarakterini olganmisiz, adani xarakterini olganmisiz? Dadamni xarakterini sho'xliklarini olganman. Ayamni ani qattiqqo'l, pulga mahkamligini. Chunki bundoq qarayman, oyingiz boshqa dunyoga o'xshaydilar, adangizlar boshqa dunyoga. Umuman ikkalasi boshqa dunyo. Lekin yaxshi ko'rib qolishgan bilmayman to'g'risi. Lekin sizni asrab avaylaydigan menimcha shu onangizlarning duolari deb o'ylayman. Qani ketdik, ko'ramiz. Kiramiz. Uxti, voy. Bu yer spalniy. Ya, вообще zo'r qilibsiz-ku. Mana bu ani uy tor, men tushuntirib o'tay. Uy tor bo'lganligi uchun shkaflar endi kerak bo'ladi-ku. Biz oilada baribir ko'pchilik. Mana bunaqasiga shkaf qildirganmiz. Hamma narsa kirib ketadi. Biz ham mana shunaqa qilsak bo'lardi-ku, to'g'rimanda. Hozir biz ham remote qolibmiz-da. Da, umuman bilinmaydi, chiroyli bo'lib turibdi. Bilinmaydi, anaqani kam olgan-a joyi. Mana buni qarang, Hasan. Voy. Bu yerdan terrasaga chiqib ketadi. Voy. Siqilib qolsangiz terrasaga. Terrasa, normalniy katta terrasa-ku. Shunaqa. Qani? Normalniy katta terrasa-ku. Bu terrasada
2 xona qilib yashasa bo'ladi-ku bu terrasada. Shu qarindoshlarim shu yerda yashashdi. Yashashni Mana shu yerda joy solib yashashdi. Malol. Voy, Marol bo'lsin. Rahmat. Chin dildan mana bitta qaranglar dahshat. Ya juda ham zo'r. Men to'g'risi aytaman, savol bera olmay qolganman bor-ku Imonaga, chunki bunaqa narsa вообще bu har bitta odam orzu qiladi. Hozir endi Imona eshitishimcha yana bitta uyga harakat qilmoqchisiz. Xudo xolisa, ha. Uni nima qilasiz yana? Bu kichkinalik qilyapti, ishoning, yani odamzod to'ymas ekanda. Ana erishgan narsasiga bo'ldi уже, ana Yana qochib ketadi, yana xohlar ekanda, to'ymas ekanda. Shuning uchun men ham to'ymayapman, Mana birinchi mana blogerlikni boshladingiz-ku, mana yaqinda mana bundoq qarasam 800 mingta bo'libsiz, milliontaga ozgina qolibdi. Birinchi marta odamlar tanishib boshlaganda eslaysizmi shu paytda, mana shu переломный momentini? Ha, u Qanaqadir такой g'alati bo'lib qoladi-ku ana. Или bilinmasdan o'tib ketganmi? Bilinmasdan ham o'tib ketgan, chunki nimaga dadam aktyor bo'lgani uchun, dadam taniqli bo'lgan-ku. Dadamni ko'rib katta bo'lganman-ku, bunaqa narsalarni endi qabul qilmayapman-da. Endi tushunmayapman, bilmayapman. Shuning uchun menga anaqa emas. Oddiyroq. Siz yoshligingizda adangizlar bilan birga borardingiz qatlargadir. Birga teatrlarga borardik, hamma joyga birga borardik. Shuning uchun odamlar birga rasmga tushardi, qo'l qo'ydirardi, nimadirlar bo'lardi. Bu narsalarni yangilik emas-da, menda ham bo'lish kerak-da. Shunaqani. Boyvachcha odam yosh o'g'li ham boyvachcha bo'ladi-ku. Shunga o'xshagan chustva. Oddiy qabul qilgansiz hamma narsani. Blogerman. Bloger, lekin bu kamga o'xshab ko'rinadi-da, qanaqadir katta bir buyuk ishlar qilgim keladi. O'shaning uchun sahna stand-upni yondirib yotibsiz. Ha, endi sevgi qahvasi, muhabbat qahvasi. O'sha yerda sevgi haqida shuncha gaplashib o'tiribsizlar. Endi maqsad nima? Erga tegishmi? Nima o'tdi? O'zi u yoqdan shou qilishdan maqsad erga tegish o'zi aslida. Bunda ko'rish odamlar fikrini, qanaqa fikrda, nimada shu. Lekin chin dildan aytadigan bo'lsak, mana sevmagan inson bilan yashab o'tishmi yoki yolg'iz o'tishmi? Nima qiyinroq? Yolg'iz o'tish qiyinroq. Shunaqa bo'laysiz. Sevgi bilan yashash qiyin. Yo, mana sevmagan inson bilan turmush qurdingiz-da. O'sha qiyinroqmi yo yolg'izlik qiyinroqmi? Ikkalasi ham o'zi aslida qiyin. Buni nima bilan taqqoslab bo'lmaydi. Bittasi osh bo'lsa, bittasi mastava. Ikkalasi ham nima? Masalan, ota-onangiz aytadi, qizim bo'ldi, bo'ying yetib qoldi, mana shu bola bo'ldi. O'zing topa olmading, o'zing yaxshi ko'rib qolmading. Bo'ldi, mana shu bola bizning oilamizga to'g'ri keladi. Sizda sevgi yo'q, unda sizga nisbatan sevgi yo'q. Oila qurishingiz kerak. Oila qurdingiz, bir-biringlarni sevib qola olmadinglar. Shunaqa bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Chunki mana yoshingiz katta bo'lgan sari ota-onalarning ham orzu havasi ko'payadi. Ko'rishim kerak bo'ladi, to'yini ko'rishim kerak bo'ladi va majbur bo'lib qolishingiz mumkin. Bo'lishi mumkin. Yaxshi ko'rmagan odamga turmushga chiqishim mumkin. Sizda o'zingizda primer bormi shunaqa? Ko'rganmisiz shunaqa juda ham birovni sevgan odamlarni bir yashagan? O'zimni radnoy xolam turmush o'rtoqlari bilan oxirigacha yaxshi ko'rishib, sevishib yashashgan. Hozir turmush o'rtog'i olamdan o'tgan. Lekin haqiqatan men ularni ko'rganman. Sevgi bor narsaligini. Haqiqatan ham men o'shalarda что bildimki, yo'q emas ular. Bor. Yoshlar katta bir joyga borib qolsa ham bir-biriga sevgi izhor qilib, qayerdasiz? Ular ketsa chet eldan tilla uzuklar, nimadirlar bilan, sovg'alar bilan kelardi-da. Hissiyotini his qilgansiz ularda. Hissiyotini, men atrofda qaraganman. Что sevishganlar, o'sha bir-birini hurmat qilib sevishganlar baxtliroqda qolganlarga nisbatan. Farzandlari ham baxtli, hammasi baxtliroq. Chunki baribir ota-ona ushlab turadi-da bu narsani. Bir-biriga bo'lgan sevgini. Qaniydi hamma oila qurgan odamlar mana shu sevgi bilan yashasa, sevgini ushlab qolsa, qachon boshda bo'lsa iliqlik bo'ladi-da. Demak, bir kun onangizlar bo'ldi, tamom erga tegasan desa tegasiz. Shunaqa bo'lishi mumkin. O'zi to'y qachon degan savolga qanaqa qaraysiz? Qanaqa reaksiya qilasiz? Endi bu mavhum narsa-da, qachon nima bo'lasan, qachon bo'ladi deganni men o'zim hal qilmayman. Qani hal qilganda любой bittasini hozir moment sevib qolib turmushga chiqib ketish muammo emas hozirgi kunda men uchun-da. Chunki orqamdan nechtasi yuradi. Bu narsa shunaqa mavhum savol, g'alati savol. Qachon turmushga chiqasan? Keyin undan keyin qachon bo'ladi?
O'zi bu g'alati savollar bular. Qayerdan Yashashga bilasan, qo'ymaydi. to'g'ri. Men depressiyaga tiqayotgan narsa ham shu. Shu, ha. Qayerdan bilaman men bu narsani? Bilsam To'g'ri. qani men aytaman aniq bir sana. Man 3 oydan keyin men shu taxminan shu oilada turmushga chiqsam kerak deb aytaman. Menimcha bitta siz emas, juda ko'pchilik qizlarni aynan shu narsa depressiyaga kiritadi. Shunaqa. Shunaqa payt kim sizni поддержка qilyapti? Masalan, Imona o'ylama, turmushga chiqasan deb. Voshcha zo'r. Ha, hozircha Dahshat lyustralar ham. yosh masalasiga kelganda endi уже hech kim podeshka qilmaydi. Bo'ldi, hech kim O'sha dadam ham gapirishni boshlagan. Men bu yoqdan u yoqqa kirsa ham bo'ladimi? Ha, Ketdik shu yerdan kiramiz. Ha, Lekin men balkoniga qoyil qoldim, to'g'risi o'rtoqlar. bu mana balkoni. Voy, Imona, endi Marhamat. albatta 3 oy qarzga kirib bunaqa remont qilgandan keyin men bilan hammasi yengimi? Hammasi yangi. Men eshikni zo'r tanlabsizlar. Bu ham keng ko'rsatadi, bilsangiz. Vay. Boshqacha ko'rsatadi. Qoyil lekin. Mazza, bo'ladi-ku, anaqa yaxshi ko'rgan oshxona, o'zingni oshxona. Mana bar bilasizmi, men ham arendada yashaganman-ku. Arendada yashaganingizda uncha uyingizni yasatgisi kelmaydi. Sezganmisiz? Ha, yig'ishtirgingiz ham kelmaydi. Ha, mana botga kelganinglarda keyin masalan, oyingizlarda nimani o'zgarishlar sezdingiz? Oyim har kuni kechqurun bitta uy tozalattiradi, ertalab bitta uy tozalattiradi. Har kuni tozalash ishlari bo'ladi. Sizni? Ha. Wow. Yo'q, meni singlim hammamiz turamiz, uborga qilish kerak bu yerda. Ha. Kimdir nima, bu devorlarni deyish mumkin emas, unaqa. Ey, yashaylik. Shunaqa qo'ying. Oilada nechta farzand? Oilada 3 ta qiz, bitta o'g'il. 3 ta qizmisiz? Ha. Opa-changiz bor. Opacham bor, turmushga chiqqanlar, ular vodiyda yashaydi, Andijonda. Ha, bo'ldi, ulardan maslahat ketgan. Ha, ular endi spiskamizda yo'q desa ham bo'ladi. Mana siz opa sifatida, singiz, ukangiz bor ekan. Opa sifatida hozir singiz, ukangiz oldida qanaqa mas'uliyatlarni his qilasiz? Mas'uliyat juda katta. Hozir meni qo'limdagi mashinamni singlimga berdim. Haydayapti. Ha, o'zi haydayapti. Chunki ko'proq singlimda bo'lsa, ko'proq uyimdagilarga yordam bera oladi. Chunki men ishda bo'laman, syomka kechirishim mumkin boshqa. Men o'yladim-da, mashina nimaga kerak? Maftunada bor-ku. To'g'ri. Singlimga berdim podarka qilib tug'ilgan kuniga. Endi xudo xolisa kattasini olish niyati bor. Mas'uliyat katta. Avval bularga qilinadi, keyin o'zimga. Ukangiz necha yosh? Voy, ukam necha yosh? Ukangiz Aya, ukam necha yosh edi? 16 yosh ekan. 16 ga kirdimi ukangiz? 16 ga kirdi. Oho, hozir niyat nima o'qish kerak? Ukam juda aqlli, umuman bizga o'xshamaydi. Boshqa dunyo, u shoir, she'rlar yozib turadi. Tvorческий odam. Buni dunyo qarashlari, ingliz tilini biladi yaxshi. O'zi ishlamoqchi, onam qo'ymasa ham. Hozirda? Ha, hozirdan ish mayli, afsant bo'lsa ham ishlayman deb yuribdi. Qaynopa qanaqa bo'lasiz kelajakda? Qattiq qo'lmi? Aralashasizmi hayotiga? Kelinga telefon qilib, onamga yaxshi qarasizmi deb turasizmi? Ana shunaqa bo'lishi mumkin. Onam yaxshi qarang deyishi mumkin, lekin shaxsiy munosabatlari haqida umuman aralashmayman. O'z ukalarim ham munosabatlari, kim bilan nima umuman aralashmayman. Erkin bo'lgani yaxshi. Chunki men singlim bilan ukam aqlli insonlarda, ular xato qilishi juda mingtadan bitta. Ular aqlli, o'ylaydi, o'zlari fikr qiladi, o'zlari ongli ravishda ko'p narsani qila oladi. Shuning uchun men ularni to'g'ri yo'lda emas deb o'ylamayman. Mana o'zingiz oshxonaga qiziqasizmi? Mana shuncha narsalar bor ekan. Mana shularni yaxshi ko'rib sotib olganmisiz mana? O'zingiz yaxshi ko'rib, Yo'q, ayam tasavvuridagi narsalarni sotib olganman. Prosta shu. Ana bo'ladi-yu, ota-onalarning orzusi oshxona bo'ladi-yu, katta. Ana jin chiqsa ham katta oshxonam bo'lsin deydi. Uy so'ramaydi-da. Faqat oshxona. Lekin balkonda bildim, stol qo'yib, atrofida o'tirsa bo'lar ekan. Тоже bemalol. Zavtraq qilib, stol qo'yib, atrofida o'tirsa bo'ladi. Qani mana bu eshikchani ochib ko'ramiz o'rtoqlar. Kelinglar. Ko'z tegmasin va albatta hammaga yuqsin, buyursin. Voy, asallarim. Voy, mana bu eshiklar qimmat eshiklar-ku. Qimmat. Voy, bu eshiklar qimmat. Voy, yuvinishi xohlaydigan vanna qilishibdi, qaranglar o'rtoqlar. Voy, pishi Imoni bilishinglar uchun dizayner bilan ishlagan bo'lsa ham, hammasini o'zlari maslahat qilib, hammasini tushuntirib, "Mana bunaqa rang qilasiz, mana bunaqa qilasiz, bunaqa qilasiz" deb va pishi qaranglar, qanaqa udobni qilib qo'yganlar, yasatib qo'yganini qaranglar. Svichalarmi?
Ha. Uxti, mana rosa yaxshi ko'raman, bilasizmi? Singlim yaxshi ko'radi bunaqa narsalarni. Вообще. Men bilmayman. Bu skrab. Вообще. Singlimdan so'rashingiz bo'ladi hamma. Polni. Singiz endi syomkaga ham o'tib ketganda. Ha, shu yerda ijodxonasi. Juda udobno qilibsan ijodxonasi. Вообще udobno. Mana bu yerda ham shkaf. Bu yerda ham shkaf. Hamma joyda shkaf qilib tashladim. Ha. Uxti. Hammasi sumkalar. Ha, Mubinaniki. Mubinaniki. Qoyil ekan. Где-то o'rtoqlar 20 tacha sumka ko'rdik hozir biz. Shunaqa. Hammasi Mubinanixonniki. Hali remont ishlari davom etyapti qo'shnilarda. Dir. Qo'shnilarnikida. Voy, ko'rsatdim. Bu mana salimiz. Shunaqa chiroyli qilibsiz. Voy, mana ham Fayzli bo'lgan. chiroyli qilib qo'yibsiz. Mana shu современный. Mana shu zo'r. Oldindagi anaqalar yo'q. Buni ham sotib oldinglar ichidagi hamma narsani. Ha, u o'zi ayam yig'ish yaxshi ko'radi shunaqa narsalarni. Idishlar- To'yimga deb olingan, bu ham to'yimga deb, bu ham to'yimga deb olingan. Bu menimcha namyoq уже. Ha, har doim to'yimga deb olinadigan narsa. Kerak emas. Hattoki dizaynni, polosi, mana shuni hammasini tanlabsiz-da. Nu minimalizm qilibsiz. Minimalizm. Hasan agar naryoqdan oladigan bo'lsangiz, bitta qarang, havo tozalagich qo'ydinglar. Prям minimalizmga ahamiyat qaratilgan. Imona mana shu narsani o'zingiz aytdingizmi, nima qanaqa qilishi? Ha, birga dizayner bilan birgalikda. Ha, biz bunaqa uyga mana dizayner bilan ishlashgan ekan, ha. Biz bunaqa uyga kelmasak No, bo'lmasdi. lekin qarang birga bir bo'lgan. Hani hech qanaqa Haqiqatdan, ha. nimasiz birga bir chiqarishib bergan lekin. Chiqarib bergan, Xaridor mana bu yo'lak qo'ldan lekin. kelishi. Zo'r. Birga bir chiqaring. Haqiqatdan xuddi shunaqa hozir Hozir shunaqa. Shuncha xavotir olmang ular birga bir chiqaradi sizga. Birinchi buni xohlagansiz birinchi, keyin o'zgartiribsiz. yo'q bu Mana buni qilibsiz-da. da keyin o'zgartirdim. Yo'q, mana divanni o'zingiz tanladingizmi, mana? Buni lekin men o'zim tanladim. Rosa удобно ekan. Mana shu divan sir bo'lmasa nechi pul? Esimda yo'q lekin. Uncha qimmatga olmadim. Rostdan. O'sha payt Xudoyim menga padishka qildi. Rosa pulim qolmadi, mebel olishim kerak. Uydagilarim ko'chirib olib kelishim kerak. Keyin bitta divan qolgan ekan, bitta. Skidkada bitta divan qolgan ekan. O'shani olib oldingiz. O'shani oldim. Undan oldin ota-onangizni umraga yubordingiz. Umraga borib kelishdi. Qanaqa ularda hissiyot bo'ldi? Siz birinchi sovg'angiz o'sha bo'ldi-ku, to'g'rimi? Hissiyot endi Qarang, mana siz to'g'ri, balki turmushga chiqmagansiz hozir, to'g'rimi? Lekin umraga borishga sovg'a qildingiz, yo'llanma, uy sovg'a qildingiz. Shuncha harakat, ota-onani xursand qilish, baxtli qilish, bunaqa niyat sizda qachon paydo bo'lgan? Prям yoshligingizdanmi? ko'p men kinolarda ko'rardik. To'g'risi, kinolarda ota-onasiga qilgan nimadir mehr muhabbatlarni ko'rardim-da, onam aytardi, shunaqa bolalar ham bor ekan-da, shunaqa uylarda ham yashaymizmi kim biz? Mana bunaqa bo'larmi? Prosta gapirgan. Kim odamlarda ham mashina bor-a? Mana shunaqa prosta gapirilgan. Hamma ona aytadi shuni. Hamma ona menimcha shunaqa repertuar. Bizda ham shunaqa idish bo'ladimi? Bizda ham endi shunaqa Toshkentlarda yashaymizmi-kin biz ham. Miyada zapis bo'laverganda, har bitta ota-onani aytgan gapi miyada zapis bo'lib qolib ketadi. Mana o'zi nejniy qilsiz-da, to'g'risi. Lekin mana o'g'il bolacha baribir yaxshi ko'rasiz kiyinishida. Bu himoyami, nima bu? Himoya bo'lishi mumkin. Erkinlik. 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 Otaga u yaqin bo'lish. Otaga yaqin bo'lish, otani qanaqadir o'rinbosari deb o'ylasam kerak. O'zingiz, ya'ni otani o'ng qo'li. Otani o'ng qo'li. Adingiz lekin faxrlanadi. Faxrlanadi. Meni qizi bilan qanday bu? Hazillashib aytib turadilar. Sen qanaqa buncha ish qilib qo'yding deb. Ha, aytib turadi. O'rtoqlarga maqtanib, telefon qilganlarni eshitib qo'yganman. Endi yuzma-yuz aytmaydi, mana desa qizimni quchoqlab qo'yadi-yu, lekin gapirib o'tirmaydi, o'rtoqlariga maqtanadi. Mana bunaqa qilgan, bunaqa qilganmiz, ko'chib boramiz deb. Eshitib qo'yganmiz o'rtoqlariga gapirgan. Baribir aytadilar. G'ayrat Ahmedov mana yumoristlar-da baribir. Hamma ularni juda ham giperbola ko'p ishlatadilar. Juda ham yumorist, zo'r yumorist deb bilishadi. Uyda yoshligingiz shunaqa xursandchilikda o'tganmi? Uyda ham shunaqamidilar yoki boshqachami? O'zi jiddiy bo'lganlar, lekin bizga nisbatan doim hazilda bo'lgan.
doim kayfiyatimizni ko'targan, bildirmagan misol tashvishlarini. Doim dadamdan pul so'rasam, doim puli bo'lgan. Qachon qaramasam, любой payt dada pul bering desam, pul berardi-da. Hech qachon pul yo'q demagani, bir pul yo'q degan taqdirda ham birpas turib aylanib kelib turib keyin berardi-da. Shunda menda ham shunaqa narsa immunitetmi, kimdir so'rasa, menda ham sразу berishga harakat qilaman. Bo'lsa bo'lmasa. Shunaqa narsa dadamdan o'tgan bo'lishi mumkin. Qo'l ochiqlik. Voy, maqtab oldim o'zim qo'l ochiqlik. Shuncha o'xshaysiz. Demak, qattiq qo'l ota bo'lganmilar? Qattiq qo'l ota bo'lmagan. Qiz bolaga menimcha qattiq qo'llik qilish noto'g'ri. Onam qattiq qo'l bo'lgan. Onam endi ota urushmaydi-ku qiz bolaga. Ona urushadi. Umuman qattiq qo'llik qilmagan. Misol uchun qayergadir ketmoqchi bo'lsam, dadangdan so'radirdi. Onam kimdan qaradim, dadam ruxsat beradi. Sizdan so'ra, iltimos qayergadir borish. Yo'q, bilmasamman. Dadangdan so'radi. Demak, baribir shu anaqa xursandchilikka to'ldirishga harakat qilgan ekanlar-da. Umuman bildirmaganda. Qaysi xislatlarni olgansiz adangizdan? Pozitivroq. To'g'ri, kayfiyat ba'zida menimcha ko'p depressiyada yursalar kerak. Chunki doim nervt qilaveradi-da. Ko'p jahli chiqadigan odam o'zi eng yaxshi odam bo'ladi-ku. Ko'p jahli chiqadi, fikrlarni bemalol baqirib aytishi mumkin, lekin chunki ijodkor-da. Lekin aslida unaqa odam emas. Ichiga yutib, o'qimaydi, gapiradi ochiqchasiga. Nima kelsa xayoliga gapira oladi. Menda ham shu xislati bor. Nima keldi, mana shu odamni yomonlash mumkin emas, например. Nima men xohlayapman-da, voy qilaman. Da. Duh baland xullas adada. Duh baland, da. Duh baland. Siz masalan, men Ozodbek Nazarbekovni kliplarida ko'rganman-da, ularni. O'shanda ular qanaqasiga tushib berganmilar, rejissyorlik qilganmilar? O'zi dadam klipni birinchi syomka qilganda ularga sotgan. Ozod akaga qaysi aynan Ozod akami bilmayman, lekin ko'p kliplarini birinchi o'zlari eshitib turib, kimga sotishini bilib, olishini bilib, syomka qilgan. Klipni polni boshdan oyoq hech qanaqa ular tomonidan pul kelmagan boshida. Keyin sotgan ularga. Shunaqa qiladi. Shunaqa qilgan. Chunki meni ishonmaydi-yu. Bitta yumorist, misol menga ham kimdir klip olishing kerak desa, ishonmasligi mumkin qaysidir san'atkor. To'g'ri. Men uni ko'rsatishim uchun avval o'zim klip olib ko'rsatishim kerak. Bo'lmasa yanada jiddiyroq savollarga o'tishimiz uchun o'rtoqlar, biz hozir sekingina taxlab olamiz va o'tirib gaplashamiz. Imona, keling yoshligingizga baribir qaytamiz. Qattiq tug'ilgansiz va nostalgiya qanaqa aynan paytlarni qattiq yaqqol eslab qolgansiz? O'zi Andijonda tug'ilganman. Dadam bilan bo'lgan voqealar ko'p esimda. Sariq kasal bo'lganman ko'p yoshligimda, immunitetim pastroq bo'lganman. Ko'k yo'tal bo'lganman. Dadamni eslayman. Dadam o'sha yo'tal kasal bo'lgan paytim o'zi kaptar ovlab olib kelib berardi. Kaptar ovlagan birga chiqardik. Ya'ni cho'zma bo'lardi. Cho'zmani ham o'z qo'llari bilan yasaganini tomosha qilish zo'rda. Sizga ham yasab beradi. Endi men odamlarga ishlatardim, dadam qushlarga ishlatgan. O'sha payt kaptar sho'ri ichish kerak ekan. Ko'k yo'talda. Dadam o'shani qilib tuzatganda, kaptar sho'ri va baliq nimadir olib kelib berib, o'sha narsani o'zim ko'rganman. Bu boshqacha xotirada. Cho'zmada dadam otardi, kaptar ushardi. Qozonim ovqatimda o'sha pishirgan kaptarimiz, urgan kaptarimiz derdim, maza qilib yerdim. Shunaqa voqealar. Ya'ni bunaqa mehr his qilardingiz, to'shta Ali sizga qarayapti sog'lig'ingizga. Dadam juda qayg'urardi. Kechqurun og'risam, nimadir bo'lsam, dadam qarardi-da. Esimda qolgan shunaqa qisqa xotiralar, lekin esimda qolgan. O'chib ketmaydi bu narsa. Nima so'zlarini masalan eslaysiz, masalan kasal bo'lganingizda? Kech payt dadam erkalatishlari bor. G'irg'ir kaptok, go'sht kaptok, asal kaptok. Go'shtga qaymoq deydi, o'padi keyin. Qiladi qaymoq deb o'padi. Bu shun bilan o'sha kasal ham yo'q,
boshqasi ham yo'q. Ertalab energiya bilan turasiz, motivatsiya bilan. Dada anaqa qildi, erkalatdi. Kaptar pishirdik. Cho'zmalarni qo'shnilarga urdim. No tarafimni olyapti dadam qarasam. Shunaqa. Yoningizga olishga harakat qilardilar. 4 ta farzanddan ko'proq kimga yaqin bo'lganlar o'shanda? Opam bilmadim endi u payt kimga yaqin bo'lgan. Kichkina farzand singlim ukam tug'ilmasidan oldin opam ikkalamiz bo'lganmiz-da. Kichkina farzand bo'lganim uchun, ko'p kasal bo'lganim uchun, mendan oldin onamlarni ikkita farzandlari o'tib qolganliklari uchun, ya'ni o'sha nima bo'lgan? Papalab katta qiladi-ku, bular ham nimadir kasal bo'lib qolsa, opangizdan keyin ikkita farzand o'tib qolgan, keyin tug'ilgansiz. Ha. O'shani hisobiga menga boshqacha qarashgan deb o'ylayman. Mehr qo'rquvda bo'lgan doim onam. Ko'chaga chiqsam ham kimdir nimadir qilib qo'ysa-chi, bu baribir qisman bo'lsa ham yashashga sal odamovi bo'lib qolishingiz mumkin. Chunki odamlarni yoqtirmaslik anaqasi bo'lib qoladi. Ishonchsizlik bo'lib qolishi mumkin-da, chunki ularni ham tushunaman. U payt bolalarni, farzandlarini yo'qotgan ona sifatida qo'rqardilar. Ha, zapretlar qo'yishi mumkin. Ko'chaga chiqma, soat 8 da uyda bo'l, mana bunaqa, отчет ber. Demak, Andijonda juda ham qattiq anaqada katta bo'lgansiz. Ya'ni ko'chaga chiqsangiz gapirib, qattiqqo'llik bilan. Ha, qattiqqo'l bo'lganman, lekin ko'chaga chiqdimmi, menda 2 soat vaqtim bor, misol uchun chiqdim. Onam 8 da uyda bo'l deganlar, lekin menda 8 gacha vaqt bormi? Xohlagan ma'no sho'xliklarni qilganman, tomlarga chiqib, qo'shnilarga azor berib, qo'shnilarni rosa xafa qilganman, kechiringlar. Birinchi etajda bitta qo'shni bo'lardi. U uyda hech kim yashamardi-da oldin. Biz bolalar bilan o'rtoqlarim ham o'g'il bolalar bo'lgan, ularning shepi bo'lganman, boshlig'i. Jumon o'ynagan payt boshlig'i bo'lganman. Keyin siz o'g'il bola bilan do'st bo'lgansiz. Ha, ularning boshlig'i bo'lganman, ularni boshliq sifatida qarashgan. Xo'jayin. Rostdan shunaqa. Toshi. Birinchi etajda rosa kuydirgi bo'lganman. Yoshligimda bo'g'ib o'ldirib qo'ygisi kelganda odam. Ko'rgan. Keyin o'sha ko'chib keldi. U birinchi etaj-ku, огородli bo'ladi, bilsangiz, domni tagi. Bizani joy-ku, zona. Bizani joyga kimdir ko'chib keldi. Dedi, biz urush e'lon qilganmiz. Hech kunduzi kechasi bizni to'polon qilib, bizani joy, sen kimsan o'zi? Bizani joyda qo'shnilarni ancha qiynagan. Asabiga tekkanmiz. Eng turmaylar bo'pti deydi. Mana ko'pchilik shunaqa. Mendan birinchi etajda bolalar tursa, meni ko'rsa jim turishadi, lekin men bo'lmasam, mazig'i pistalarni chaqab asabga tegib ketadi. Uchi bolalarning qanaqadir zonasiga aylanganda, siz ko'chib kelasiz, buyruq berasiz. Kimsiz o'zi? Bizani joy bu. deydi. Shunaqa narsa bo'lib qoladi-da. Shunaqa yoshlikda juda, agar men ko'chaga chiqdimmi, xohlagan ishimni qila olganman. To'g'risini aytaman, o'g'irlik ham qilib ko'rganman. Menimcha men ham qilib ko'rganman. Menimcha hamma qilib ko'rgan bo'lishi kerak. O'g'irlikda eng qizig'i o'zim qilmaganman, qildirganman. Bolalarga qara, ana shu yerda qurtob deb yaxshi ko'raman. Qurut, bizda qurtob deyiladi Andijonda. Ana shu magazindan endi xontaxtacha qilib, oldin kampirlar sotardi-da. O'shanda ikkita o'marib kelsang, keyin komandamga qo'shilasan. Nima bo'lsa ham topib kel, pulim yo'q desa, unda o'g'irlab kel. U yoqda qurtob olib kelib, komandamga qo'shilgan bolalar. Ularga zadachalar berardim. Harbiy ishlari bo'lardi. Kim nima qildi? Boyvachcha bo'lganman-da, pulim ko'p bo'lgan, ularga doim ta'minlab turganman, nima bilandir. Shokoladlar berganman, boshliq bo'lganman-da. Juda ham meni yoqimli tuyg'u hozir yo'q. Qanaqadir серьезный ishkal bo'lganmi-ki, adingiz bilan urushgan, что sani qizing ishdan qildi deb. U почти har kuni bo'lgan. Shuning uchun серьезный deb qaramayman, to'g'risi. Bechora ada qanaq yoningizga o'rgan. Dadam yonimga olib, endi nima qilay, nima deysan degan. Onam bu yerda lekin kaltaklagan. Ahvolni qara, qiz bola ham shunaqa bo'ladi. Tizzalarim ko'kargan. Qiz bola qanaqa qilib qiz bola shunaqa bo'lishi mumkin? Strishkada bo'lganda sochim. O'shandan keyin sochimni o'stirishga qaror qilishgan. Bu juda yaxshilikka olib kelmaydi, bu qiz bola qilish kerak o'stirishni bo'lganda.
keyin sekin sekin kollejga kirganimda sekin o'zgarishni boshlaganman. Shunaqa sho'x bo'lganman. Dadam o'zi o'g'il bolacha qilib katta qilganda. O'zlari O'zi mani krossovka olsa ham murskoydan olardilar, nima futbolka olsa ham shunaqasidan olardi. Dadam o'zi qilardida bu ishni. Men o'ylardim, men o'g'il bola bo'lsam kerak. Chunki dadam aytibdi. Men idealimdagi odam dadam. Ideal esa qahramoningiz. Qahramonim dadam. Lekin kollejda u qayerda o'qidingiz? Andijondanmi, bo'ptam? Andijonda o'qiganman. Axborot o'zgardingiz. U yoqda o'zgardim, chunki sevib qoldim. Birinchi muhabbatda hamma qiz o'zgaradi. Ana ikki o't orasida men o'zi kimman bo'lib qoldi. To'xta, men qiz bolaman. Yaxshi ko'rib qoldim. Men chiroyli bola, haqiqatdan ham chiroyli. Kollejda krasavchika bo'lgan. Kollejda eng chiroylisi bolasi bo'lgan. Keyin shu chiroyli bola nimani yaxshi ko'rgan deyapman-da. Oynaga qaraganman. O'zi bir chiroyli qiz emasman. Chunki o'g'il bolacha bo'lganman-ku, sochlarim sal kaltaroq. Tushunmagansiz chiroyliligini. Tushunmaganman. Keyin nimaga qarayapti bu? Nima? Xayollarim o'g'illashni boshlagan. Shundan keyin ayol kishiga erkak kishi kerakligini his qilganman shunda. Xo'p, yaxshi ko'rib qoldingiz, dil izhor etdingizmi yo'qmi? Dil izhor etmaganman baribir. U etgan. U etganmi? U naglay. Bo'ldi, men sizni yaxshi ko'rib qoldim, gaplashamiz ertadan degan. U bolani aytaymi, nimasi yo'qmi? Dangalligi. Gapirgan gapiga javob beradigan bola edi-da. Urab qo'ygan bittada. Shunda sizni 1 minutga mumkinmi? Ha, nima gap? Men sizni yaxshi ko'rib qoldim. Men siz bilan gaplashmoqchiman. Davay dedim men. Prosta gaplar uyga borib. Hali ham ana jumon deb o'ylayapsiz. Shunaqa, nimadir gaplashsa kerak hozir biz. Jumon o'ynaymiz yoki nimadir gapi bor-da. Keyin qaradim, o'zi qo'llar ushlashni boshladi. To'xta, biz sevishyapmiz dedim. Sevishyapmiz. Kollej bilgan. Butun kollej bilgan. Keyin nima xayrlashib ketdinglar? Endi bilmayman. Xarakteringizgami? Xarakterim emas. Bu ko'ngil bo'lsa boshqasini yaxshi ko'rib qolish mumkin. Umi? U ham men ham. Lekin siz dilingiz ortmagan? Men bitta odamga mehr qo'ysam sadoqatliman. Agar u sadoqatimni suiiste'mol qilsa, bu odamdan umid ham qilmayman. Xiyonat qilgan. U payt men uchun juda katta drama bo'lgan. U payt vashi qiyin. Hayot dunyodagi barcha tashvishlar meni bo'ynimda, hayolimda. Eng qizig'i auditoriyasi shunaqa katta, bilasizmi? Kichkina qizchalar ko'p. Ular ham hozir shunaqa bo'layotgandir. Ana oddiy, bo'lmasa bir kun gaplashgansan, lekin keyin boshqasi bilan gaplashsa qabul qila olmaysan. Mani jiyanim shunaqa bo'ldi. Bittasini yoqtirib qo'yganki, ertasi kun kelsa anaqa kayfiyati yo'q. U yaxshi gapirganiga meni sevyapti deb o'ylaganda, ertasi kun boshqa bolaga yaxshi gapirganda, bunda drama. Men temayli yotaman, uxlayman. Shunaqa. Mana shunaqa hissiyot bo'lganmi sizda? Ha, shunaqa hissiyot bo'lgan, rostdan. Siqilib qolganman. Nima? Depressiyaga tushganman. Endi tushunib yetyapman depressiya degan narsalarni shu yoshga kelib, u payt bilmasdim bo'layotgan chuvstvalar nimaligini. Nomlari bilmayman, depressiyaga tushganman. O'tda sizga hech kim tushuntirmagan, bu oddiy holat, shunaqa bo'lib turadi. Shunaqa bo'lib turadi, lekin chunki hech kim bilan uydagilar onamga aytsam, bizda bilsangiz Andijonda juda qattiq qaraydi bu narsaga. Onamga aytsam, sog' chiqmagan bo'lardim bu situatsiyada. Shuning uchun hech kimga aytmay, dardimni ichimga yutib yurganman-da. Sal o'sha narsa vaziyat ham odamlarga ishonchsizlik olib keladi-da. Kichkina qalbchani sindirdi bo'ladi. Undan keyin o'sha bolalarga ishonmay qo'ydingizmi? Yo'q, undan keyin ham sevgi bo'ldi. Ya'ni ikkinchi sevgidan keyin o'sha ishonmay qo'ydim bolalarga. Ikkinchi sevgi institut paytida bo'lgan. O'sha Toshkentga keldi. O'sha Toshkentdaman, biz ko'chib keldik. O'sha Toshkent Andijonga ketishimga ham adaptatsiya qiyin bo'lmaganmi? Qiyin bo'lgan. Odamovi bo'lib qolganman, odamlar bilan gaplasha olmasdan. Magazinga chiqishga ham qo'rqardim. Toshkentga kelgandan keyin nima deyman? Chiqib u yerda g'alati. Avtobusda ketyapman, to'g'ri avtobusga chiqdim, ish qilib, mashetmidi, mana shunaqada. Bar bosimi bo'ladi. Ha, qanaqadir boshqachasiz. Toshkentcha gapirishga harakat qilib, o'zingizni
chunki bu yoqda begonadek tutasiz. Oldin shunaqa edi. Oldin shunaqa, hozir unaqa emas. Hozir Navoiy, Farg'ona, Buxoro. Rulet. Lekin oldin shunaqa edi. Hali oldin masalan men bilardim, qanaqadir juda ko'pchilik toshkentcha tilda gapirishga harakat qilardi. Go'yoki sen gapirmasang, hozir seni qara do'rishadi, jirkib tashagandek. Ko'p holatlarni aytyapman-da. Hozir lekin unaqa narsa kamaygan, bilasizmi? Hozir ancha yaxshi bo'lganmiz, hammamiz bir-birimizni to'g'ri qabul qilib. Ancha yaxshi bo'lgan. U payt shunaqa bo'lgan, qiyin bo'lgan rostdan. Birinchi, ikkinchi kursgacha ancha qiyin bo'lgan. Chunki undan oldin mana u kollej payti o'rtasida o'qishga kirmaganman-da. Onam teatralniga qo'ymaganlar. Men xohlaganman, shunaqa qilib 2 yil qolib ketganman uyda. Hech narsa qilmasdan, prosta hech narsa qilmasdan yashaydi-ku odam maqsadsiz. Keyin bo'pti, ha, kirmoqchimisan, kir. Keyin 1 yil yana yiqildimmi, 3-yil ketyapti уже. Shunaqa qilib Toshkentda qiyin bo'lganda. Chunki ani yoshlikdan ehtiyot bo'l, odamlardan ehtiyot bo'l, yomon odamlar ko'p, mana bunaqa qilma, kimdir shokolad bersan, o'qima, berma, kimgadir mana bunaqa qilma deb katta bo'lganman, qo'rquv bo'lib qolganda. Rostdan ham u qanaqadir autizm odamlarga o'xshab, odamlarni ko'p odam bilan birga bo'lsam, qo'rqib qolganman. Qiyin bo'lgan ko'chada. Megapolis qanaqa avaylab katta qilishgan. Avaylab katta qilishgan. Bu ozgina baribir bolani yashab ketish uchun qiyin bo'ladi. To'g'ri, to'g'ri. Вот уже insga kirdingiz. Nechinchi kursda keyin uni bolani yaxshi ko'rib qoldingiz? 2-kursda u bolani yaxshi ko'rib qoldim. Kursdoshim o'rtog'i bo'lgan. U bola ham shu uylanib ketdi. Nimaga menga alam qilgan tomoni, uylangan, to'yi bo'layotganligini aytmasdan dalshida gaplashib yurgan. To'g'ri, hozir bu sevgi deb o'ylashinglar mumkin. Eng o'sha odamlarga, ya'ni erkaklarga ishonchsizlik. Shundan kelib chiqqan. Men prosta o'rtog'imdan bilyapman, uni to'yi ertaga. Tushunmadim, kimni to'yi? Udar qildi. Men вообще udar. Shokdaman. Qanaqasiga biz kecha gaplashdik-ku, kecha ko'rishdik-ku. Qanaqa qilib? Bu udar. Bu iflosli bu. Iflosli-da. Keyin telefon qilmadingizmi, aytmadingizmi? Telefon qildi, tushuntirmoqchi, nimani tushuntirasan? Nima deydi? U erkak kishi yaxshi ko'rsa, u qarab o'tirmaydi, ota-onasiga yoqdimi, yoqmadimi. Misol kurashishga harakat qiladi-da. Kurashmadimi, u demak, meni odamim emas. Meni odamim, men uchun kurashadigan odam-da. Конечно. O'yladi, uylansa ham gaplashadi siz bilan. Yo'q, uylangandan keyin ham telefon qildi. Menda anaqa narsa borda, oilali odamga tegish mumkin emas. Eng muhim qoida. Eng muhim qoida. Endi katta keta olmayman hozir gapirib, karkar qilishi mumkin. Bilib bo'lmaydi, bu hayot. Lekin shunaqa hozir prinsipim bor, oilali odamga men tega olmayman. Даже ani oilali odam meni yaqin kursdoshim bo'lgan taqdirda ham u bilan sal chegara qo'yib gaplashaman. To'g'ri qilasiz. Hayol uzilish bor, bilib bo'lmaydi. Shunaqa ishlar. Undan hech kimga ishonmadingiz, bo'ldi, hayot уже. Undan keyin kelganlar bor, unaqa ko'ngilga qattiq olmasdan, nima, uylanasanmi? Yo'q, bo'pti, davay. O'shaning uchun munosabatlar 2-3 oygacha bo'lyapti-da. O'shani to'g'rilashim kerak deb o'ylayapman. Lekin ko'pchilik kelib uylanaman deyapti-ku, o'zingizga yoqmayapti-ku. Endi o'zimga yoqmay qoldi. Menimcha baribir o'sha xafa bo'lgandan keyin odam bitta qarab ko'rish kerak, balki boshqacha odamlar bor, boshqacha bolalar ham bor degan narsa. Ko'rib ko'rish kerak-da. Mana sadoqatliman dedingiz-da, haqiqatan juda sadoqatlisiz. Men do'stlikda ham xuddi shunaqasiz. Mana Maftun bilan do'stsizlar, juda sadoqatlisiz. Bu sizga bir xillari o'zingizga xalaqit qilmaydimi? Chirish-chur sadoqatli bo'lish, bu odamni qiynaydimi? Qiynaydi, lekin siz zato shunaqa odamligingizni o'ylab taskin topasiz, yaxshi bo'lasiz. Zato men unaqa odam emasman. U qilsa nima, lekin unaqa odam emasman. Shunaqaman, nima qilay? Bittasiga sadoqat bo'ldimmi, bo'ldi, boshqasi bilan qila olmayman. Aslida mana Maftun bilan do'stsizlar, anchadan beri sizlarning do'stligiga kimdir masalan tosh otganmi, shunaqa voqea bo'lganmi? Qattiq bo'ladi-ku, ko'ra olmaydi, shu ikkita o'rtoq juda ko'p bo'lgan unaqa narsa. Ya'ni bu Imonani bunga yomonlab, buni menga yomonlab, misol uchun o'rtadagi odamlar bo'lgan. Biz gaplashib olganmiz. Muhimi gaplashib olishda do'stlikda. Rostdan shu ish bo'lganmi? Ba'zi o'rtoqlar bir-biri bilan xato qiladi, eshitmasdan.
gaplashmay ketadi. Ha, gaplashmay. Ha, rostdan, chunki o'rtadagi odam ham yaqin bo'ladi-da, bilmaysiz-ku. U odam o'yin o'ynayotganda. O'sha odam bilan yaqin bo'ladi, gaplashib olmaydi. Ha, da, to'g'ri aytyapti bo'lib ketaveradi. Uni gaplashib olish kerak. Aslida masalan kimdir nimadir desa, yuziga yetasiz yana. Yuziga aytiladi, bitta yig'lab olinadi. Ha. Keyin yaxshi ko'p urushib turamiz. Ko'p urishasiz. Biz Maftun bilan juda ham katta yo'lni bosib keldik. 5 yil bu kam emas-da. 4,5. Voy, shuncha. Ha, уже endi 5 yildan keyin bundan buyog'i ham уже menimcha hech kim ajrata olmasa kerak, yana Xudo biladi. Men katta ketolmayman bu narsaga. Shuncha odam lekin baribir harakat qilgan. Hozir men shunaqa katta yo'lni bosib kelganmizki, Maftuna bilan qiyinchilik, og'ir paytimiz, xursandchilik, boylikni, hamma narsani birga tatib ko'rganmiz. Menga misol uchun uyimni remont qilishimga Maftuna yordam bergan. Bu o'zim $30,000 qayerda? To'g'ri. Yoningizda kimdir tursa, siz bemalol boshlaysiz nimanidir-da. Hozir men uy olaman desam, Maftuna yordam berishiga ishonaman. Lekin ya'ni nima bo'ladi? O'rtoqchilikni ham chegarasi bo'ladi-ku. Yo osilib olish kerak emas bo'ladi-ku. To'g'ri, men qarz sifatida olganman, uzganman bu narsani, lekin u payt sizni qarindoshlaringiz ham bermaydi, yoningizda turmaydi hech kim. To'g'ri. Katta pul so'rab, $1000 so'rab ko'ring. Ha, bilmasam bo'ladi. to'g'ri. Shuning uchun agar misol uchun kelajakda biz ajralishib ketib, nimadir qilsak ham biz bu do'stlik tuyg'ulari, minnatdorchilik, bu 5 yil yashab o'tgan kunimni yaxshi o'tkazganmiz. Doimo undan hech qachon xafa bo'lmayman, minnatdor bo'laman. Iloyim to'y qilib, bizda niyat bor Maftunada, birga to'y qilish. Bir kunda. Voy, zo'r bo'lardi. Bir kunda to'y. Biz boshqacha shov-shuv qilamiz, ishoninglar. Bir kunda ikkita to'y bo'ladi. Hozir bilasizmi, kimni to'y bo'lsa yomon shov-shuv bo'ladi. Men kimdir to'y qilyaptim, 3 kun Instagramga kirmayapman. Qiyin hozir. Hamma joyga chiqib keladi chunki. To'y mavzusi hammaga qiziq bo'lgan. Hammaga qiziq, yonyapti, to'y mavzusimi yonyapti. Agar sizlar tim bo'li birga qiladigan bo'lsanglar, uning uchun sizlar eringlar qolib deyish kerak-da. Yo'q, erimizni ko'ndiramiz. Bilaymiz. Bir kunda to'y, niyatlarimiz shu. Bir kunda to'y qilmoqchimiz, bitta domdan yonma-yonga yoki ikkita kottej bo'lsa, yonma-yoniga uy olmoqchimiz-da. Bolaning hatiga bir xonali uy bo'lsa-chi? Bir xonali uy bo'lsa, buni ham o'ylab ko'rgan. Balki uy yo'qdir, aytaylik. Mayli uy yo'q bo'lsa, davay. Uy yo'q bo'lsa, birgalashib chiqamiz. Gap anonda emas, nima deydi? Hammalar. Bolani puli bor, yo'qlikda emas. Hozir aytaymi nimaga qaralyapti? U bora rostdan harakat qila oladimi? Ishonasizmi? Ba'zi odamlar bilsangiz puli yo'q bo'ladi, lekin harakatchan bo'ladi. Siz kelajagiga ishonasiz. Shunaqa odamlar yo'q-da. Kam. To'g'ri lekin. Tez osongina erishgisi keladi. Hozir qaysidir moda bo'lgani blogerga uylanib, hozir taniqli bo'lib ketyapti. Shunaqa. Yoki bir kunda boyib ketgisi keladi. Bir kunda boyib ketgisi keladi. Chunki mana kechirasizlar. Sizlarni aytmayapman, o'zim umuman biz hayotda bir rostdan bir kunda boyib ketadi. Xom xayol yo'q, erkak kishi chunki juda ham oson yo'lini yaxshi ko'radigan zotlar. To'g'ri aytasiz. Rostdan oson yo'lini yaxshi ko'radi, osonlik bilan kelayotgan narsani hech qachon yo'q demaydi. Ko'pincha real qaramaydi demoqchisiz. Shunaqa real qaramay, qiyinchilikdan qochadigan odamlarda. O'shaning uchun ularga qulaylik doim qo'l kelgan. Biz qulay emasmiz-da. To'g'ri. Mana uchrashuvga Maftuna doim chiqib turadi-da, men bilaman. Oxirgi bergan maslahatlaringizni aytib bering. Qiziqda, juda ham. Nimaga masalan oxirgi 3 tup chopgan bolanglarni nimaga chopdinglar? Xo'p, mana biza maslahatimiz oldin birinchi maslahat qilib ko'rdik bir-birimizga. Qarasak bo'lmayapti, davay kim bir-birimizga maslahat bermaymiz. Kim aytdi uni? Ikkalamizdan. Men ham o'tdi u gapirdi. Sen ham shu fikrdan, men ham shu fikr. Maslahat bermaylar, cho'ta bizda o'xshamayapti. Davay dedim. Uchrashuvga chiqib ko'rdim Maftuna, aytmadi. Nima bo'lgan. Chunki men birov ko'rmagan narsani ko'ra olmayman-da. U bolaning bunday turishidan xarakterini ayta olmayman. Maftuna yaxshi tomonini o'ylashga harakat qiladi. Bu odam tatuirovka qotil bo'lsa ham qanaqadir guli bor-da qo'lida, bilasanmi? Yaxshi tomonini o'ylashga. Men просто negativ o'ylayman. Yo'q, rostdan bo'lmaydi bu bola. Tatuirovka turmadan chiqqani nima keragi bor? Shunaqa o'ylayman-da, shuning uchun undan ko'ra maslahatlashib yuraman.
dedingiz. dedik. Chiqib keldilar o'zlari maslahat. O'zlari chiqib keldilar, bir ikki kun xursand bo'lib, ha indamayapman, yaxshi yuribdi, gaplashyapsizlarmi? Ha, biz lekin aralashmaymiz bir-birimizni hayotimizga. SMSlarni ham ko'rsatmaymiz. Da. Yo'q, baribir o'xshamadi. Demak, biz u maslahatda emas gap. Bari o'xshamadi. Boshqa narsada-da. Balki masalan aytadimi, nima qilib qovun tushirib qo'yapti, nimasi bilan to'g'ri kelmayapti, qanaqa O'ta gaplari. ishonuvchan Maftuna. Men umuman ishonmayman. Ha. Sal bo'lsa ham imkoniyat berishga qo'rqaman-da. Maftuna bor imkoniyatini ishlatib qo'yadi. Bor kartalarni tuzmanda bor. Da, eplolsang eplaring. Eplolsang eplaring. Xo'p, bolani qanaqa jihatlari to'g'ri kelmayapti? Masalan, kimdir mana bunaqa gap gapirgandir, kimdir mana bunaqa gap gapirgan bo'lishi mumkin. Masalan, menda shunaqa bo'lganman, uchrashuv chiqqanda ko'rganimda bilardim, bolam qizi bor aslida. Nima, anaqa uydagilar aytgan-ku kelganda, masalan. Mana misol uchun yana bitta uchrashuvga chiqdik, Maftuna chiqqanda. O'tiryapti-da, butun O'zbekiston biladi Maftunani kimligini. Mayli bilmading, televizor ko'rmarsan, mayli. Lekin uchrashuvga chiqayotgan qizni ismini bilishing kerak-da. Ha. Ismini bilishing kerak. O'tiribdi-da, ammo qildida. Siz deydi, telefonga qarab Maftuna. O'sha bo'ldi, bu tugadi u bo'ladi. Tushunyapsizmi? Maftuna de. Xuddi anda spiskasi bor. Keyingisiga Sabina. Keyingisiga Sabina yoki Durdona. Degan Maftuna ham o'sha hammamiz bildik. Chunki undan oldin uchrashuvdan oldin biz uchalamiz o'tirdik va shu yoqqa chaqir dedik. Men Ruxshona Maftuna o'tiribmiz. Shunaqa bola keldi. Biza bilan qo'l berib so'rashyapti, Maftuna bilan qo'l berib so'rashmayapti. Qo'l berib so'rash qanaqa tasavvur qiling, o'rtog'ingizga bo'lajak yigit kelyapti. O'g'il bolani o'ylagan menimcha. Yo, mayli o'g'il bola deb o'ylagan bo'lsa, Ruxshonani nima deb o'ylagan? Uni o'g'il bola deb o'ylagan. Maftuna bilan unaqa so'rashmayapti-da. O'tiribdi birinchi bunday qilib. Nima, Maftuna. Siz ismingiz Maftuna? O'zi qarang. Shu o'zi men tanimayman-da, siz aytishim bo'yicha siz bloger ekansiz. Katta ketishni boshlagan. Aytishim bo'yicha siz bloger ekansiz, bunaqa ekansiz. Ben kuzatmayman o'zi. Mayli, Ozod bilan nimaga ajrashgansizlar? Voy! Понятно, u kuzatadi-da. O qovun tushirish bu darsi davom etyapti-da, qovun tushirish. Siqilib haligacha Ozodni eri deb o'ylashmasmikan? Yo'q. Ishoning, men mana maksimal darajada yangani mana haqiqiy xotini deb ko'rsatyapman. Shu odamlar bilsa, undan oldin biza aktrisa bilan ishlaganlar, professional aktrisa bilan. Endi professionallikni ham yuqori cho'qqisiga chiqarib qo'ygandan keyin odamlar ishonishi bor, u tomoni ham bor. Shu savolni beryapti. Shu savolni beryapti. Siz bilasiz, u taniydi-ku. Balodi taniydi u bolani. U bola aytaymi nima, o'zini ishonchsizligini ko'rsatib qo'ydi-da bu ish bilan. Как будто undan o'zini baland tutyapti, lekin bilinib turibdi-da chetdan. Biz prosta ota-onalarimiz majbur qilganicha uchrashuvga chiqyapmiz. Alam qilayotgan joy tanlabmasda. Bo'pti, davay. Keyingisi kim bo'lyapti-da? Lekin mashina-poshnasiga qaramayapsizlar. Yo'q, uni dunyo qarashiga men oldin o'ylardim, teng-tengi bilan bu moddiy tomonlama bog'liq narsa deb o'ylardim. Teng-tengi bilan degan tushuncha dunyo qarashi bilan ekan. Ya'ni siz o'ylagan narsalaringizni u ham o'ylasa. Mayli puli bo'lmas, mayli mashinasi, balki vashi boyvachchadir. Boyvachcha bo'lsa ham dunyo qarashi tushmasa vashi kerak emas u odam. To'g'ri. O'shaning uchun qarashlar, qanaqadir nimalar, sharikchilar bir-birini to'ldirish kerak ekanda gaplashgan. O'z menimcha bir marta gaplashganda bilmaysiz, odam qanaqaligini deysiz-ku, o'sha bir marta gaplashib bilasiz. Sal qisman bo'lsa ham bilasiz-da. Qisman bo'lsa ham bilasiz. To'g'ri. Shunaqa voqealar sodir bo'lgan, har xil. Demak, do'stlikda Xudoga shukr, mana hozirgi kunda xiyonat ko'rmadingiz. Hammasi yaxshi. Hammasi yaxshi, Xudoga shukr. O'qishni bitirdingiz, rejissurani bitirdingiz siz. Undan keyin rejissyor bo'lib ishlamadingiz. Rejissyor bo'lib ishlaganman. Ikkinchi rejissyor bo'lib proyektda, seriallarda aldangan. Xullas, 2-3 ta proyektlar bor. Hozir esimda yo'q to'g'risi. Yordamchi bo'lib ishlaganman, choy tashiganman. Prosta o'sha yerda kimdir bo'lib ishlaganman, kimgadir yordam berish uchun. Yugurdak deydi, shunaqa narsalar bo'lgan. Bu juda ham menga yordam bergan odamlar bilan qanaqa ishlash kerak. Ishda qancha muddat ishlagansiz? 1 yil bormi? 1 yil bor. Nima yordam berdi shu narsa?
Men Muxlis opam bilan keyin ishladim. Muxlis opam bilan ishladim. Muxlis opamdan nimani o'rgandim? Mana siz boshlig'ingiz bor, lekin bilsangiz ko'p ishchilar boshliqqa tayanib qoladi-ku. Например, ayniqsa ijodda. Qarang, men bundan nima qilsa bo'ladi? Ana javob bermayapti, nima qilsa bo'ladi deb aytiladi. Mana shuni tushirib qo'yay. Muxlis opam shunda kelganda bitta katta odam nimadir so'ragan. U odamga bermaslik mumkin emas bo'lganda. Qanaqa qilib siz katta odamga bermasligingiz kerak shu narsani. Men Muxlis opamga kelib so'rayapti, opa nima qilay? Bilmasam o'zing hal qil dedi. Men dumkadaman, katta ishni men qanday hal qilaman? Tushunamsizmi? Atmay beraymi, nima qilay deyapman. Yo'q deyman desam, bilmasam, nima deysan o'zing? O'zing hal qilib kelib bor, menga problemangni aytma deyapti. U katta odam, Muxlis opa, vashi katta odam, yo'q bo'lib ketishimiz mumkin, o'lib ketamiz deyapman. Bilmayman dedim. Bordim, bermadim o'sha narsani. Voy. Yo'q, bizda qolmabdi. Yo'q ekan. Podark. Tushundim. Bermadim, keyin voy dedim. Keyin keldi oldimga problema qilib, Muxlis opam oldiga kelyapti. O'sha boshliqqa mana shu narsani hech chiz bermagan. Men aytdim dedi. Zashta qilyapti. Men qilgan qarorimga zashta qilyapti. Vo dedim, demak, Muxlis opa doim ana zo'r boshliqda, unaqa boshliq ko'rmaganman. Mukammal professional boshliq, kerak payt urushadi, kerak payt so'kadi, kerak payt pul beradi. Zashta qilyapti. Qo'llab-quvvatlayapti. Voy dedim. Muxlis opa ish qilib to'g'ri ish qildim, juda to'g'ri ish qilibsan dedi. Mana yugurda ishlaganman, nimadir o'rgandim deyotdingiz, men gapingizni bo'lib qo'ydim. Nimadir berdi shu narsa menga o'sha paytda. Nimadir berdi. Ya'ni ko'p aktrisalar bilan ishlardik. Aktrisalar juda ba'zi bir ayrimlari, hammasi emas, ayrimlari juda o'zida ketgan, o'zidan. Bir nimani yasab olgan, nimadir. Oddiy men o'sha payt oddiy odam edim ular uchun. O'shalarni mensimasdan qanaqadir. Misol 9 da kelaman dedi. 9 da kelaman dedi. Soat 12 da keladi. Men senga 12 da deb aytganman-ku, ogohlantirib qo'yganman-ku. Men shokdaman. Qanaqa qilib aytmagan-ku. Men bo'ynimga tosh otiladimi? Shunaqani o'rganasiz-da odamlar, qanaqaligini, nimaligini iflos ekan ular. Yomon ekan, qanday men hozir pushkaga olib ketdimi? Mana shunaqa narsalar. Ilojiz yo'q unga yana kompliment qilasiz, ilojiz yo'q, kofe ichasizmi, choy ichasizmi? Shunaqa. Keyin o'ylaganman, men bunaqa ishni ishlamasam. Kibr normal sindirib turibdi-da. Kibrni lekin sindirgan. Mana shu kibr sindirish qanchalik yordam berdi keyingi yo'lda? Yordam beradimi o'zi? Bitta narsa voqea bo'lgan hayotimda. Gulsanam Mamazoitova to'yda ko'rib qolganman, yoshligimda bo'lganda. To'yda ko'rib qolganman, ularni oldilariga rasmga tushishga bordim. U qo'shiq aytyapti sahnada, hozir 1 minut degan, u narsa menga kibr ko'ringan. O'zini olaman, rasmga tushaman deganimda, nafratlanib qolganman o'sha san'atga. Eng yaxshi ko'rgan san'atkorim endi. Nafratlanib qolganman. Yillar davomida tushunib yetyapmanki, o'sha odam mendan ham rasmga tushadi, ba'zi bir payt ishda bo'ladi-yu xayolingiz. O'sha payt hozir 1 minut men esimga tushdi o'sha odam. To'xta dedim, bularni o'rnida sen bo'lmaguningcha sen ham sujdanni qila olmaysan hech kimni. Misol uchun biz davlatda nimadirlarni yomonlashimiz mumkin, o'sha stolda sen o'tirmaguningcha sen bilmaysan u odamning vaziyat qanaqaligini. Hamma pastdan turib, qilish mumkin, tepadan lekin boshqa narsa bo'lishi mumkin-da. Shu narsalarni tushunib yetdim-da. His qildingiz. Da. U kibr bo'lmagan-da, u mensimaslik bo'lmagan. Rostdan ham asabingiz buzilib turgan payt yoqmaydi-yu ba'zida. Biz odammiz-ku. Aktrisa doimiy kulib yuradi yoki anaqa bo'ladi emas, biz qilishimiz mumkin, yig'lashimiz mumkin. O'sha payt rasmga tushib olay degan payt qanaqadir hozir emas, hozir agar tushsangiz yig'lab yuboradigan darajada bo'ladi-ku. Hozir keyin iltimos qochib yuborasiz. O'shanaqa vaziyatlarni keyin tushundim-da, san'atkorlarga oson emasligini. Ular ham qiyin, ularning chustvalari bilan juda qiyin. Bosqichdan ham o'sha o'tdingiz, keyin sekin o'zingiz ijodingizni boshladingiz, blogerstvani, o'zingiz Maftuna bilan kontent qilishni boshladingiz, o'zingiz bittalik kontent qilishni boshladingiz.
Mana уже yoshligingiz yetdik, institut, ishladingiz, muxlislarning qo'lida ishladingiz, bir necha yil harakat qildingiz, lekin shou biznesda bo'lgan ekansiz, baribir. O'zingizga talpintirib yurgan ekansiz shu narsani. O'sha paytda tasavvur qilarmidingiz, что siz ham baribir mashhur odam bo'lasiz? Tasavvur qilganman. Baribir bo'laman, chunki doim men har kuni ertalab turib, oynada intervyu berardim o'zimga o'zim. Mana shu holat. Men tasavvur qilganman. Intervyular nimalar aytishim mumkinligi. Eslay olasizmi o'shanda nimani aytish mumkinligini o'ylaganingizda nimani? Endi men boshqacha intervyu berganman-da, bu hayotda o'zi deb intervyu berganman. Boshqacha intervyu berganman-da. Tasavvur qilganman. Demak, o'shanda intervyu olganimda nima haqida gapirgan bo'lardingiz? Bir kun kelib, men o'zi odam bilmasam, u payt og'zimga nima kelsa gapirganman-da. U payt yosh bo'lganman-ku. Lekin repetitsiya qilgansiz. Repetitsiya qilganman, lekin repetitsiya qilganman. Boshlovchi qanaqa savol berishi mumkin? Hayot yo'lida eng yaqin do'sting kim deb so'raydi. Bo'ladi. Hammasini tasavvur qilganman. U payt endi do'stlarim bo'lgan-ku, boshqalar ismlari bo'lgan. Qarang, u payt ham sadoqatligingiz qarang, do'stlarim aytib beraman deb o'ylagandirsiz-da. Qaysi uyda yashaydi? Voy deb o'ylaganman hozir. Intervyu kelgan. Rostda mana hozir esimga tushib ketdi. Men o'ylaganman, что intervyu olgani kelsa, men qaysi uyimni ko'rsataman, kvartirada yashayman-ku. Mana shunaqalar, ofisga bor, studiyaga borib olish kerak. Mana shunaqa o'zimcha axir. Qarang, biz intervyu olamiz, o'zingizni sotib olgan uyingizda intervyu olamiz. Lekin shu darajada sizning niyatlaringiz qabul bo'libdi-da. Menimcha, men o'ylayman, buni avvalo kuchi onani duosi bo'lsa kerak. Onam duosi, doim duo qiladilar. Har doim tinmay duodalar sizni. Har doim tinmay. Har doim bitta xonaga o'tiradi-da, duo qiladi. Shunaqa. Sizlarni asraydilar. O'zi ayol kishining o'rni shunaqa bo'lgani yaxshimi, nima deb o'ylaysiz? Mana onangiz ishlaganmilar, yo'qmi ular ham? Oldin ishlagan bog'chada, keyin maktabda ishlab ko'rgan. U payt men yoshdim, lekin eslolmayman. Keyin chevarchilik qilgan. Dadam u payt pul topmas edi. Grija bo'lib qolganlaridan keyin polni tashlagan ishlarni. Grija bo'lgan. Polni tashlagan, keyin dadam mas'uliyatni bo'yniga olgan o'sha payt. Erkak kishiga mas'uliyat berish kerak ekan. Ayol kishiga bog'liq ekan bu narsa. Ya'ni alfonslik ham boshqa, ayol kishiga bog'liq. Sen qo'yib ber ishlashiga, o'zini his qilsin u odam. Men qila olmayman degan narsa. Qo'lingdan hech narsa kelmaydi emasda, qo'yib ber-da, sizni qo'lingizdan keladi, podдержка qilish kerak. O'sha payt dadam nimasiga ro'zg'or o'tgandan keyin biz yana ham barakali bo'ldik, yana ham pulimiz ko'p bo'ldi. Aynan Adaniki boshqacha bo'ladi. Hovli oldik, yer oldik. Andijonda hammasi. Andijonda. Juda ham boshqacha bo'ldi. U davr boylik davri boshlandi keyin. Shunaqa. Tushunarli. Demak, ona ham o'z vaqtida ishlagan ekanlar. O'zi nima deb o'ylaysiz? Mana shu uyi achagini, uyi haroratini ushlab turadigan ayol kishimi baribir? Ayol kishi baribir. Shu anaqa oilaligini bildirib turadigan. Turmushga chiqsangiz nima o'zgaradi va onadan nima hislatni olasiz? Turmushga chiqsam nima o'zgaradi? Bilmayman nima o'zgaradi. Hech narsa o'zgarmaydi. Onadan nima hislatni olgan bo'lardingiz? Onadan endi hozir mana nima o'sha payt menga yoqmagan bo'lishi mumkin. Soat 12da kir, 1da kir, svetni o'chir. Men ham shunaqa. Hozir svetlarni o'chirib yuraman, ekonom qilaman. Pul ketishi mumkin, chunki bilaman nech pul ketadi. Ko'chaga chiqma, mobilni qaytasan, uyga kir, nimaga yuribsan, mana shunaqa narsa. Baribir o'tadi. Onadan hamma o'sha nazorat qilmayman, katta bo'lsam bolalarimga deyman, lekin baribir nazorat qiladigan ona bo'lsam kerak. Onani nima taomini yaxshi ko'rasiz? Osh taomi har kun osh qiladi o'g'li uchun. Biz uchun emas. Lekin sizlar ham boshqacha yaxshi ko'rasizlar ukangizni. Ukam chunki juda yaxshi odamda, unaqa uka yo'q, to'g'risi. Boshqacha o'zi pul bersak ham ishlatmaydi-da. Juda ham uyga o'g'il bola nimadir ekan. ko'tarib keladi-da. Uyga nima, sen ovqatlangani berganmiz, ishlat. Nimadir uyga ko'tarib keladi. Lekin mana qarang, shuncha narsani orzu niyat qilibsiz, hammasi ro'yobga chiqibdi. Turmushni boshqacharoq yondashib niyat qilib ko'rdingizmi? Vizualizatsiya qilib, tasavvur qilib.
masalan o'zingiz tasavvuringiz bormi? Chunki men bundoq o'yladim, men har doim Allohimdan o'zing bilasan menga qanaqa er to'g'ri kelishini, o'shani yuborib so'ragan ekanman-ku, lekin hayot tarzimni qanaqa nima bo'lishini men tasavvur qilmagan ekanman. Siz hech o'tirib shuni tasavvur qilib ko'rganmisiz? Tasavvur qilib ko'rganman. Oxirgi mana shu 3 yillik ichida baribir erkak kishi kerakligini his qildim-da. Nimaga? Ungacha menda kerak emas. Nima bo'ldiki hayotingizda shu kerakligini his qildingiz? Mana misol urdimi, yo'q. Nimadir dedimi? Yo'q, surgan bo'lsa dadam bor. Mana dadam yoshlari o'tgandan keyin endi ulardan pul so'rolmaysiz. Endi men bir remont yordam bering deya olmaysiz. Men hech kimga aytmadim remont boshlaganimni, bo'lmasam yordam beradi dadam. Chunki doim qo'llab-quvvatlaydigan odam dadam. To'g'ri. Men remont qilayotgan payt, qiynalayotgan paytim shu bildimki, o'sha payt erkak kishi kerak. Men charchab ketdim. Bo'ldi, jonga tegdi. Yig'lash uchun ham erkak kishi kerak. Men qiling o'zingiz, men hayotim mana bunaqa. Hech kimga yig'lamay o'tirasizmi mana? Ha, qilamiz. Dadangizga aytsangiz, yoshlari katta bo'lib qolgan. Onangizga aytsangiz, yuragi ushlab qolishi mumkin. Vaqti bo'lar ekanda hammasi. O'shanga endi menga aytsangiz, bari u ham ayol kishi. U ham ayol, u menga qo'shilib depressiyaga tushadi. Ikkalamiz siqilib yashaymiz-da keyin. U bo'ldi, men shunaqa chiroyli aytdingiz. Yig'lab berishimiz uchun ham erkak kishi kerak. Yig'lab berish kerak. Qanchalik shirin ko'z yoshli bo'ladi o'sha paytda. Siz aydorsiz, bo'pti, hayda, quchoqlaydi. Bu keyin tasavvur qildim, erkak kishi kerak. Zachем, nima uchun erkak kishi kerak degan narsa u noto'g'ri, kerak. Siz kimgadir mana ayol kishi baba ojiza. Unga qaysi ma'noda ojiza? Unga doim mehr kerak. To'g'ri. U pul moddiy tomondan emas, umuman mehr kerak. Doim yonida har doim tushunadigan nima bo'ldi. Mana shu bolalar jonga tegan bunaqa, bo'ldi. Eshitib beradigan odam kerak. Hamma narsada keyin erkak kishi kerak. Suyanasiz-da baribir. Shu narsani o'rgandim, to'xtaman, hamma mas'uliyatni bo'ynimga olibman. Mana oddiy narsalar, nimadir yuk ko'tarsam ham o'zim ko'tarishim kerak. Yo'q, dedim, atrofga qarayman. Bironta erkak ko'rsa, kechiring, ana shuni yordamlashib yuboring deyishga o'rganganman. Молодец. Ular ham xursand olib chiqib berganiga. Qahramon, parkovkada ham. Ehtimol shuni o'zi bilaman, lekin ular qilishsa menga yoqimliroq, ular ham maza qiladi. Shuni tushunib qoldim-da, shuni mazasini. Erkak kishi qahramon bo'lishni yaxshi ko'radi. U qahramon bo'lishni yaxshi ko'radi. Menga qahramonlik qilgan odam yoqadi ayol kishiga. Shunda miyamda o'ylab qoldim-da, kerak ekan. Shundaysizmi? Lekin siz albatta o'zingizni qahramoningizni uchratasiz. Xudo xolasa. Va o'zgacha bo'ladi. Men o'ylaymanki, sizlarda prям mana shu boshqacha sevgi bo'ladi. Chunki Imona sizda yasama yo'q-da, samimiysiz. Qanday bo'lsa shunday. Masalan, hozir uchrashuvga chiqqaningizda, men uchrashuvga chiqqanda menga har doim beriladigan savol, "Egingiz nechta bo'lgan?" bo'lardi-da. Bitta shu turmush o'rtog'im shu savolni bermabdilar-da. O'shada siz hozir bemalol masalan aytdingiz, bitta bola bilan gaplashganman. Gaplash farqi bor. Tushunib turibman. To'g'ri gaplashganingiz uchun bemalol aytyapsiz-da. Lekin bizani shu darajada qo'rqitib qo'yishganki, to'g'ri ma'noda gaplashgan bo'lsang ham, prosta odam bilish uchun gaplashgan bo'lsang ham, bo'ldi, sen уже yomon qilsan, gaplashding degan narsa yomon. Bor. Lekin siz bemalol gapirib beryapsiz. Bu kuchli samimiyatdan haqida gapiriladi-da. Men o'ylaymanki, agar erkak kishi juda qattiq qo'l va o'zini fikri juda kuchli bo'lsa, aynan shunaqasiga to'g'ri keladi deb o'ylayman. O'zini fikriga ega juda ham. Hech kimni eshitmaydigan. Siz menimcha yoqtirmaysiz, kimdir eshitib qanaqadir og'ib qolsa. U juda yomon xato, bu narsa yomon. Erkak kishiga bo'lmaydi u narsa. O'zi nima deb o'ylaysiz? Qiz bolani erkak kishi o'zi gaplashib bilgani yaxshimi yo faqat surishtirib bilgani yaxshimi? Baribir gaplashib ko'rish kerak. Baribir bir oycha bo'lsa ham gaplashib ko'rish kerak. Misol uchun mana yaxshi ko'rgan odamingizgagina siz nima desam bo'ladi, uni injiqliklarini ko'tara olasiz. Yaxshi ko'rib qolsangizgina siz nimadir yomonligini ko'tara olasizda. Agar siz yaxshi ko'rmani gaplashib ko'rdingiz, simpatiya yo'q. Melch narsadan bo'lmaydi, to'g'ri kelmaydi bu. Meni bo'yim pakana dedi yoki men bunaqa dedim. Agar u odamni siz yoqtirib qolgan bo'lsangiz, u odam siz boshqacharoq xafa qilsa ham, zato men bu tomoni bor-da deysiz-da. Ishonchisi bor. To'ppa-to'g'ri.
Mana o'sha joyga to'xtadik, blogerlik qilishni boshladingiz o'zingizni, lekin biz kuzatyapmizki, baribir Maftunani akkauntiga ko'proq mehnat ketyapti, lekin sizda ham 800 mingta bo'lib qolgan. Yaqinda 1 millionlik bloger, 1 million o'sha bloger anaqa millionnik bo'lasiz-da. Bu degani sizda reklama lentangiz necha pul kamida? 2000 dollar. Bu ham kichkina emas. Stories 300. 300 kam dollar. ahvat, shuning uchun insof bilan. 300 dollar, 2000 dollar, ya'ni siz o'zingizni sahifangizga ko'proq kuch tashlasangiz, ko'proq pul keladi aslida. Lekin kuch Maftunaga tashlanyapti. Nimaga unaqa bo'lyapti? O'zi rejissurada o'qiganman-ku, menga yoqadi. Ya'ni o'sha aktrisalar bilan ishlab, kadr orqasida ko'proq bo'lish. Kadri boyitasiz haddan. Doimo chetdan men aktrisa bo'lganimdan ko'ra kadr orqasida turganim ko'proq menga zavq beradi, maza qilaman. Shunaqa. Ikkinchidan, Maftunani akkaunti pul keltiradigan akkaunt. Ko'proq. Oilaviy kontent, doim reklamalar bor. U akkauntga biz pul kuch tashlashimiz kerak. Chunki Maftuna ham adolatli bo'lgani uchun, agar adolatli bo'lmaganda edi, men davay ishini qil, men ham o'zimni ishimni qilaman. Yo'q, pullar ham adolatli taqsimlangani uchun, uni akkauntimi, meni akkauntimi farqi yo'q. Zo'r. Kim montajlari, kim syomka qiladi? Mobilograf olganmiz, oldin men qilardim. Mobilograf olganmiz, montajyorimiz ham bor. Lekin sложный montajlarni o'zim qilaman, YouTube'nikini o'zim qilaman. Reklamalarni ham o'zingizga pishasiz. Reklamalarni ham o'zim gapirishim, admin. Sog' bo'ling. Demak, YouTube kanalingiz ham bor. Bor. Hammasi. Хорошо, zo'r. Bu yo'q tushunarli. Kelajakda planlar qanaqa sizlarda? Kelajakda o'sha yonma-yon to'y qilish. Ijod. Hozirgi men nima desam bo'lar, hozirgi yoshga kelib hamma to'y-to'yda miyaga tiqib qo'ydi-da, nastroyga to'y bo'lib qoldi, to'g'risi. Iloji yo'q. Shu. Lekin albatta. Ijodda nima qilmoqchisizlar ijodda? Ijodda film olmoqchimiz. Kino. Qo'shiq yo'nalishida ketmoqchimiz ozgina. Aytgancha qo'shiq aytgansizlar-ku, ikkita qo'shig'inglar bor sizlarning. Ikkita qo'shig'imiz bor. Yana bitta aytdik yaqinda, sokin juda ham. Qo'shiqda shuncha odam tushib berdi sizlarga. Zo'r ketuvdi, keyin hamma joyda aytdi. Sokin yangi qo'shiq chiqadi. Qachon? Yangi qo'shiq chiqadi, sal professionalroq, sal o'sha oldin ijod qilganimizdan sal kattaroq, aqlliroq qo'shiq. Zo'r. Yaqinda chiqadi. Qachon chiqadi, xudo xolasa? Bugun nechi sana? 20 bo'lsa, keyingi oilaga chiqadi, xudo xolasa. Bo'ldi. Qo'shiq yo'nalishida ham ketmoqchisizlar. Hamma yo'nalishda ishlamoqchimiz. Sahna stand-upda shouinglar bor, o'zinglarniki, kelajakda xos mana. Qo'shiq, Instagram, YouTube, sekin-sekin shunaqa. Sahna stand-upda hozir to'g'risidagi kishi joy ochilyapti, to'g'risida 500 odam ham kelib ko'rsa bo'ladi keyinchalik shouni. Keyingisiga. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Eng muhim, hammasi plan bo'yicha ketyapti demak. Hammasi plan bo'yicha. Ishlaymaysan desa, nima bo'ladi? Menimcha-chi, agar shu mana biz aytaylik, Maftuna bilan ishlaymiz-ku, atrofimizda erkaklar kam. O'zimiz ishlagan payt syomka qilgan, uyda syomka qilgan. Mobilografiyalar ham qiz bola. Erkaklar kam atrofda, uyda borib, uyda syomka qilamiz. Hech qayerga chiqmaymiz. Agar o'shanda ham agar ruxsat bermaydigan bo'lsa, demak, u odam meni odam emas. Ruxsat bermasligi mumkin. Shu darajada sizlarda, ya'ni anaqa uy sharoitida qila olasizlar, qizlarni o'zingizlar qilasiz. Uy sharoitida ovqat kontent bor. Bordi keldini kamaytira olasizlar. Kamaytirishimiz mumkin bordi keldi. Ovqat kontent bor, boshqacha jenskiy narsalar o'ylab topa olamiz, lekin agar unga ham agar ko'nmaydigan bo'lsa, g'alati. Mana sizni qarab turibman takoy. Men o'ylagan, men bunaqa savol tuzib kelgandim-da, qaysi payt kuchli bo'lishga qaror qabul qildingiz? Hozir eshityapman, yoshligingizda nabarot kuchliroq bo'lgan ekansiz. Demak, sizda unaqa narsa bo'lmagan. Bo'ldi, men kuchli bo'laman, odamlarga nisbatan qattiqroq bo'laman degan narsa uyg'onmagan. Unaqa bo'lmagan. Lekin bo'lganmi qanaqadir qattiq zarba hayotingizni o'zgartirgan? Yoki boyaga o'sha aytgan zarbami? Endi u zarba emasam, o'zi aslida u kichkinagina portlashcha, portlashcha. O'sha yoshim uchun, o'sha nima davr uchun katta zarba bo'lgan. Qolgan katta zarbalar yo'q hayotimda. Qaysi kommentariy asabiy bizgan? Bizargan kommentariy bo'ladi? Mashhura opa bilan urushganimizda
yozilgan kommentariyalar asabimni buzgan. Chunki u yerda bo'lmagani ular ko'rmagan narsani обсуждение qilyapti. Mashhur fuqaro bilan yo'lovchi ko'rsatuvda. Yo'lovchi ko'rsatuvda. Hozir yarashdinglar mashhur opa bilan? Hozir endi ko'rsam yoshlari katta. No, u yerda nima vaziyat? Biz ham yoshimiz kichkina emas. Farq qilsa 2-3 yosh farq qiladi. Biz juda ham yosh deb o'ylaydimi auditoriya? Siz 20 yoshda bo'lasiz. Ha, shunaqa deb o'ylaydimi? Yosh kichkina qiz nimaga u bilan urushyapti? Undan kadr ortida bilmaydiki nimalar bo'ldi. U meni qanday ko'rsatilmagan. Da, men aytmayman, yana fitna bo'lib qolmasin. O'shandan keyin men auditoriya уже menga tashlashni boshladi. Bu menga kuchli anaqa bo'ldi-da. Zarba bo'ldi. Zarba, nohaqlikda. Agar haq bo'lganda, haqiqatdan ham ifloslik qilganimda ajab bo'libdi. Lekin rostmi mashhur opa sizga siz ustingizdan yozib yuborgani? Ustidan men ustimdan nima deb yozishim mumkin? Mana yozdi deylik, haqorat qildi nimadir. U ham haqorat qilgan-ku, nima deb yozadi? Qani isbot, dalil bu yerda? Demak, hozir yarashmadinglar, masala unaqa oydinlik kiritilmagan. Yo'q. Ko'rishganda hurmat yuzasidan baribir insonmiz, bir-birimizdan yaxshilab qolish kerak. Ginalarni unutishga, ko'rganda assalomu alaykum deyiladi. O'sha yo'lovchida kim sizni lol qoldirdi? Kim sizni hayron qoldirdi shu ko'rsatuvda? Yo'lovchi bilasizmi, menga nima o'rgatdi? Odamlar sizni ko'rgan kabi emas ekanda. Yo'lovchi ham o'zi hayotiy tajriba bo'ldi-da. Biz ham o'zi ko'ringan kabi emas ekanmiz. Jahlimiz chiqishi mumkin biz ham. Auditoriyaga doim xursandchilik ulashganmiz. O'sha urushganingizda anu imoni uyg'onganda, u pastdagi imoni, hammani boshqarib yuradigan imoni uyg'ongan. Biz ham urushganman. Kameraga ham qarab o'tirmadim. Boshqa odam bo'lsa, noyog'imdan kameralar olib, "Voy, unaqa emas" deyishi mumkin. Yo'q, adolatsizlik bo'lyaptimi? Bu yerda gapirish kerak. Siz adolatsizlikka umuman chidolmaysiz. Nimani kechirmaysiz? Men rost gapirib turgan paytim inkor qilishsa, yolg'on bu deyishsa kechira olmayman. Ya'ni sizga ishonmasa o'sha. Ishonmasa. Chunki og'ir narsa. Chunki rost gapirib turibsiz, qanaqa qilib ishonmasligi mumkin. U odam seni yaqining bo'lsa, ayniqsa ishonadi. Tanishinglar juda ko'p. Mana hamma bilan deyarli do'stsizlar, tanishsizlar, lekin yaqin bir o'zingizga yaqin qabul qilmaysizlar. Nimaga? Biz 3 tamiz. Maftuna, men, Rohatoy degan o'rtog'im bor. Rohatoy kadrlarda ko'rinmaydi. 3lik bo'lib yuramiz doim. Nimaga qabul qilmaymiz? Ya'ni mana kimgadir yaqin olib qabul qilishni boshladingiz, u odamga ham yaqini bo'ladi-da. Gap shunaqangi tez tarqalib ketadi hozirgi kunda. Bu g'iybatdan kuchayib ketadi-da. Qo'rqasiz birontasiga hozirgi kunda nimadir deyishga. O'shaning uchun faqat biz 3 tamiz, bir-birimizga otib, bunga bo'lsa 3 tadan tashqariga chiqmaydi. Bu ishonadi, chunki 5 yillik tajriba. Rohatoy bilan 7 yil bo'lsa, u bilan 5 yil. Mana bunaqa bo'lgan biz ham 3-o'rtog'imiz, Maftuna bilan institutda birga o'qiganmiz-ku. Maftuna bilan o'rtoq bo'lgan yotoqxonada, men bilan ham o'rtoq bo'lgan, lekin tanimaganmiz Maftuna haqida informatsiya. Keyin yillar davomida birga ko'rishib qoldik. Tanish bo'lib chiqqan. Rohatoy ham meni 7 yil o'rtog'im, Maftuna ham 7 yil o'rtog'i, eng yaqin o'rtog'im. Shunaqa bo'lib chiqdi, 3 talik bo'ldik. Bundan ya'ni 2 yil o'rtog'i bo'lgan o'sha payt, keyin biz 5 yil bu yerda anaqa qildik. Rohatoy degan o'rtog'imiz ham bor. Bilmaganlar. Qolganlarni yaqin olmaysizlar baribir. Prosta ishlaysizlar demoqchiman. Kommunikatsiya bor. Prosta, lekin men aytolmayman, kruvga qo'shish yo'q. Yo'q, kruvga mana Shahlo qo'shildi yaqinda. Sekin-sekin kattalashib boryapti oilamiz. Oila desa ham bo'ladi, jamoaviy. Shahlo qo'shildi. Chunki boshida baribir qo'rquv bo'ladi-yu, qanaqadir tashlab ketib qolishsa-chi bizni, mana bunaqa bo'lsa-chi. Qiyinda yana kimdir o'tib, yana nima, bo'lganda, hozir unaqa qo'rquv yo'q. Keyin o'ylab yetdim, kuch o'zi biz u. Kimdir kelsa ham, kirsa ham, ketsa ham, kirsa ham, umuman ahamiyati yo'q. Chunki ikkalanglar borsizlar bu oilada. Asos bor-ku bu yerda, ildiz bor. To'ppa-to'g'ri. Mana anaqa qiladigan bo'lsangiz, shou biznesdan kimni baribir hurmat qilasiz, boshqacharoq qaraysiz.
Masalan, Jasmine Singer men bilaman, Maftunam o'rtog'i. Uni ijodi qanaqa sizga? Men Jasmine Singer uncha anaqa nima ijodini kuzatmayman, yaxshi lekin ovozi bor, haqiqatan ham. Ijodini kuzatmayman to'g'risi. Blogerlardan, anaqalardan, qo'shiqchilardan Shohruxxonni yaxshi ko'rishingizni bilaman. Men Shohruxxonni yaxshi ko'raman, haqiqatan ham yoshligimdagi kumirim bo'lgan. Kumiri bo'lganman deyman. Shohruxxon. Hozir endi aytaymi nima bo'ldi? Men bu pastda yetgan orzularingiz bor-ku, mana bunaqa turgan bo'lsa, men shu yerdaman-da. Hozir undan tepasi yo'q. Ya'ni bu bilan men darajam zo'r, men eng zo'r aktrisaman. Anaqa yo'q, tam konsti masalan. Hozir qizlar yoqyapti, yaxshi ijod qilyapti. Ko'ryapsan, yangicha yo'nalish, haqiqatan ham zo'r, haqiqatan ham. Hozir acha negativlarni prosta qo'yib qo'yishgan, bosishib yotibdi. Juda ham qiziq. Eng qizig'i Instagramda chiqib qolishyapti, haqiqatan ham. Konstani ham eshitib turaman, sevib doimiy eshitib turadigan artistim yo'q baribir. Hammasini yaxshi ko'raman, hammasini. Sizlar kimni kuzatasizlar, e'tibor o'tinglar albatta, kommentariy yozinglar. Bizani kuzatyapsizlar, lekin albatta podpiska qilib kuzatinglar. 1 millionga yetishimiz kerak. Bu bizga umid bag'ishlaydi, xursandchilik beradi. Jamoa mamlakat katta xursand bo'ladi juda ham. Lekin mana hayotni qarang, bekorga birlashtirmaganda sizlarni. Bir-birlarini to'ldirib, ajoyib missiyani bajarib, bu yog'iga yana bitta shou ochdinglar, xudo xolasa. Undan keyin qo'shiq aytmoqchisizlar, faqatgina rivojlanish va eng muhimi baxtli bo'lish, baxtli oila qurish. Turmushga chiqish. Xudo xolasa, rahmat Imona, suhbat zo'r bo'ldi, mazza qildik va so'ngida o'zingizni muxlislaringizga, sizni ko'rayotganlarga chiroyli tilaklar. Rahmat sizlarga kuzatib, majbur o'tirganinglarga, komment yozinglar. Majburman, sizlar mazza qiladi, ishoning. Bir xil ish qilaman deb eshitaman deydi, ishini qo'yib eshitadi. Shunaqa sifatlardan bo'ldi. Men prosta harakat o'ylaymanki, bilmayman qay darajada sizni ular uchun yanada ochib berdim. Lekin men o'zim tanigan Imonani ko'rsatib bergim keldi odamlarga, haqiqatan ham. Mana aslida Imona mana shunaqa hayotda prosta juda anaqa rollarda mana boshqa odamsiz, mana hozir boshqa odam, u yerda boshqa odam. Chunki giberbolga ko'p ishlaysiz, ijroingizni ham giberbol ishlatasiz, bo'rtirish ishlatasiz-da. Buni menga shu narsa yoqadi. Lekin har xil obrazlarni qila olasiz. Shunisi bor. Anaqa bir marta o'g'il bolani ham o'ynab chiqdingiz. Keyin qismir kelinni ham o'ynab chiqdingiz. Agar qaraydigan bo'lsa, yaxshi chiqdi. Zo'r chiqdi. Agar siz o'zingizga kuch tashlasangiz, zo'r ketadi. Aktyorskiz juda kuchli. Buni o'zimiz konsertimizda ham ko'rganmiz. 90-60-90 da ko'rmaganlar kiringlar. 90-60-90 dugonalar shou deb yozsanglar. Men birinchi olib chiqqanlar Indira bu konsertga. Sahnada prosta yorvorganlar. Chunki Anjon Chishevada hali yorvorgan qizni ko'rmagandim. Birinchi kundan bilardim, Imonani ko'rsam, shu qiz yorvoradi. Chachib tashlaydi deydi-ku. Rahmat. Ishonchda bu yerda nima? Maqsad qo'ydinglar hayotingizga, nima maqsad? Ishonish kerak, albatta erishasizlar bu narsaga. Yoningiz odam ham sizga ishonish kerak. Ishonish kerak, hamma ishonish kerak oldingizga. Lekin chachib tashlagansiz bor-ku. Rahmat. Prosta chachib tashlagansiz. Men o'zim akamjonim hazilingizdan haligacha o'zim maza qilaman. Improvizatsiya kelgan. Bu akamjonim qanjonni qay darajada ishlatiladi o'zi? Akamjonim bu til yog'lamachilik paytida ishlatiladi. Bo'ladi akamjonim. Bo'ldi. Siz nima desangiz shu. Bo'ldi, ammo yarashib qo'yaveradi mana shunaqa. Qanaqa hazil bo'lardi-yu, anaqa akalaringizni qo'shmang desa. Xo'p bo'ladi. Akalarim shun qo'shmayman akamjon. Mana shu narsaga mazza qilganman-da. Xuddi men Anjonni baribir akamjonim, akalarim degan narsa. Akalarim nima bo'lyapti? Shunaqa bo'lgan. Voy, juda ham mazza qilganman o'sha ijrolarga. Shuchi yoqqanda hammaga. Xudo xolasa. Sponsorlar bo'lsa chiqinglar, družbada konsert qo'yamiz biz ham, lekin bizda pulga shunchaki, to'g'rimi? Agar xohlasanglar, nima yaxshi inson kuzatib turgan karta nomer
qoldiramiz. Yaxshi inson kuzatib turganmiz. Bizni yana ijodga motivatsiyani uyg'otasizlar degan Дружбаga chiqishga 10 ming, 15 ming yetmaydi, shuning uchun 30 minglarni reja qilib aytaman, Imoni 20 ming topdi, konsertga yetmadi. Da. Bizga ko'proq kerak o'sha uchun. Xudoga shukr. Mayli, zato uyli bo'ldik, hammamiz remontli bo'ldik. Bu yog'iga keyingi pulni balki konsertga tikarmiz. Yana bitta uy, yana balkim sahnada sinab ko'rarmiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa, nasib, albatta. Kelinglar, ko'ringlar, sizlarni yaxshi ko'ramiz va Imona menimcha men to'xtatdim, siz odamlarga nima deb o'zim men gapira olmayman odamlar. Nima deyman? Hayotinglarda nima qiyinchiliklar ko'p bo'ladi shu. Tayyor turinglar. Ha, tayyor turing. U qiyinchiliklar u sizni o'sishingizga yordam beradi. Shu. Siz hozir buni anglab yetdingiz, что o'sha payt qiynalganingiz faqat o'sish uchun. Faqat o'sish. Ya shuni ayting, что qiyinchilik bo'ladi. Tappa qilib chiqib qolmaysan. Просто paqit kechib chiqib qo'yaman zvizdaman. $2000 topaman oyiga emas. O qiyin bo'lmagan. Biz ham mana kalbasa yegamiz deydi hozir. Men rostdan qiynalganman bir oy. Bir oy qiz bola uchun qiyin bu. Svet yo'q, gaz yo'q, qish. Jun paypoqda yuribman, sovuqda uxlayapman. Kechqurun ko'zimga ajinalar ko'rinadi, oson emas. Ha, shuncha mehnat. Ana aktrisalar xarakterini ko'tarib kofe tashlab Ha, bu o'tiribsiz. yerda kofe tashlab, sen o'zingni prosta kerak emas odam, musorga prosta tashlab yuborish kerak deb olgan odam sifatida yurasiz, lekin baribir umid paydo bo'ladi. Kimdir Xudoyim qo'l uzatadi, o'sha odam maftun bo'lib kirib kelgan, kimdir bo'lib kirib keladi sizlar hayotingizda. O'sha qo'lni bilinglar, shu odam kim bo'lishi. Lekin o'sha odamga sadoqat bilan birlashinglar. Sadoqat bo'lish kerak. Topda rahmat sizga. O'zingizni opitingiz bilan bo'lishganingiz uchun hammaga omad. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Mehmon YouTube kanali like, podpiska, juda ko'p kommentariy yozinglar, chunki Imoni javob qaytaradilar, men bilaman. O'zining YouTube kanali bor, o'sha yerdan hammaga javob yozadi. Salomat bo'linglar, ko'rishguncha. Rahmat. Karta raqam qoldiramiz. Konsertimizga.